Qayerga borsangiz ham faqat kasal. O'zi sog'lom odam bormi? O'zbekistonda nima deb o'ylaysiz? Eng yomoni ham desa bo'ladi, meditsina sohasida ishlatyapti ChatGPT. Bilasiz, hozirgi kunda. Akalar meningit bo'lib qolibman. Qanday bilding meningit bo'lganingni desam, ChatGPTdan so'radim deyapti. Shunaqa noto'g'ri tavsiya orqali dori vositasi ichib qo'yyapti, o'lim bilan ham tugagan holat bo'ldi. Qon bosimi o'lchaymiz, keladi 220 ga 140, 130 chiqyapti-da. Qanday siz desam, yaxshiman bolam deyapti. Assalomu alaykum. Bugun yangi loyihaga ish boshladik. Podkastimizni boshlamoqchimiz. Demak, podkastimiz nomini Doccast deb boshladik. Maqsad nima? O'zi aslida maqsadimiz bitta. Hozirgi kunda mana ko'pchilik e'tibor bergan bo'lsangiz, doktorga borasiz, больницаga borasiz, borganda har xil kasalliklar o'ylab topilganda, juda ham ko'p kasalliklar chiqadi. Qayerga borsangiz ham faqat kasal. Kasallikdan o'zi boshi ortmay qoldi-da. Shu maqsadda sizlarga tushuntirib bermoqchimiz. O'zi aslida qachon kasallik bo'ladi? Kasallikni qanaqa to'g'ri davolash? Shifokorni qanday to'g'ri tanlash? Maqsadimiz shu. Demak, boshladik. O'zimni tanishtirib o'tsam, men Abduvohid Johir Zokirovich, vrach kardiologman. 5 yildan beri shu kardiologiya sohasi bo'yicha ishlab kelmoqdaman. Va bugungi mehmonimiz bugun doktor Jonizoqov Otabek, lor shifokori, lor xirurg. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni bir tanishtirsangiz, endi obunachilarimizga, kuzatuvchilarga. Ismim Otabek, familiyam Jonizoqov, lor shifokorman. 5 yil mobaynida mana sohada faoliyat olib kelyapmiz. Demak, bitta savol bermoqchiman-da, o'zi boshidan. O'zi sog'lom odam bormi? O'zbekistonda nima deb o'ylaysiz? O'zi sog'lom odam deganda. Da, juda ham aktualniy tema. O'zi aslini olganda biz doktorlar uchun haqiqatda agarda yaxshilab o'ylab qaraydigan bo'lsak, sog'lom odam bu juda ham keng tushuncha bo'ladi, lekin albatta sog'lom odam bor. Mana men masalan sog'lom odamman. Siz sog'lom odamsiz. Yo o'zingiz sog'lom deb o'ylamaysizmi? Shunday. Rahmat. Sog'lom deganingizga men ham fikringizga qo'shilaman. Nima demoqchiman? Ya'ni sog'lom odam bormi deganda. Misol uchun hamma o'zi topshiradi-da, mana boradi, masalan, bemorlarga ko'pchilik holatda terapevtический bo'lsa ayta, o'zi qildirib kelgan. O'ziga borsa jigarni yog' bosgan yoki o'tiz qiyshiq ekan, surunkali pielonefrit va hokazo. Shu narsalarga qanday qaraysiz? Endi to'g'ri, bu yerda siz lor shifokorsiz, lekin baribir shifokorlik sifatida sizni bir maslahatingiz yoki qarashingizni bir bilmoqchi edim avval, dedi-ku. Endi albatta hammada surunkali o'sha aytayotganingizdek pielonefrit yoki o'tini o'sha qiyshiqligi yoki boshqa kasalliklar, masalan, surunkali prostatitlar bo'lishi uchun avvalo bu bemorda haqiqatda klinika bo'lishi kerak. O'sha klinika ya'ni nima degan belgilar. Bu bemor birinchi navbatda mana shu kasallik bilan og'rigan bo'lishi kerak. Ya'ni o'tkir jarayonni boshdan kechirgan bo'lishi kerak. O'tkir jarayonni boshdan kechirganidan so'ng o'sha undagi belgilar yuzaga kelgandan keyin, ya'ni surunkali pielonefritni agar oladigan bo'lsak, o'sha siyishda muammolar yuzaga keladi yoki temperaturasi hadeb ko'tarilishi mumkin ma'lum bir vaqt mobaynida. Endi o'zi aslini olganda o'tkir pielonefrit demak bu 1 oygacha, hattoki o'sha 2 oygacha davom etishi mumkin bo'lgan jarayon hisoblanadi. Agar undan ortib ketadigan bo'lsa, keyin albatta 6 oydan keyin o'tgandan keyin demak surunkaliga aylanish boshlaydi. Surunkaliga aylangandan keyin u yerda albatta o'ziga xos belgilar bo'ladi bemorda. Ya'ni bu yerda uni aniq mana shu narsa ekanligini bilish uchun biz avvalo qilishimiz kerak bo'lgan ish nafaqat o'sha diagnostika, ya'ni apparat tekshiruvlar, balki uni butunlay obyektiv va subyektiv tekshiruvlarni o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Qanaqasiga? Nima degani obyektiv va subyektiv? Undan o'sha anamnez yig'iladi, o'zimizni tilda aytadigan bo'lsak, oddiy xalq tilida aytadigan bo'lsak, ulardan kasallik tarixi. Kasallik haqida gapiramiz. O'zingizda ham bo'ladi. Oddiy oladigan bo'lsak, o'sha juda ham ko'p uchraydigan o'sha kasalliklardan bittasi albatta bu yerda ateroskleroz, gipertoniya degan xuddi shuni aniq bu yerda demak anamnez yig'ilgandan keyin, kasallik tarixi yig'ilgandan keyin bu yerda aytilishi mumkin. Aniq mana shu yerda mana muammo bo'lyapti. Keyin ana shunga qarab biz
demak surunkali pyelonefrit bilan og'rigan bu bemorimiz. O'tkir emas, surunkali bilan og'rigan deb aytishimiz mumkin. Yoki o'sha surunkali prostatit bilan og'rigan bo'lishi mumkin. Misol uchun 16-17 yashar bolaga ham surunkali prostatit degan narsalar bor. Endi shu narsani aytmoqchi edim. Men 16-17 yosh bolada deyapsiz-ku. Yo, ba'zi holatlarda endi shunday keladi, masalan, ota-onalar olib qoladi-da, endi farzandlarini. Keladi, ha, kelingizlar, nima muammo desam, ha, men o'zi qildirib keldik dedi. Xo'p, o'zingizda nima deyapti desam, surunkali pyelonefrit beribdi, buyragida dedi, tosh bor ekan yoki tuz bor ekan, MKda pisok deb yozib beradi. Bu yerda endi har kuni shu narsa to'g'ri keladi-da. Masalan, 10 yoshar bola yoki deylik bir 8 yoshar, 7 yoshar bolada surunkali pyelonefrit o'zi bo'lishi mumkin emas-da, bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, asosiy ma'noda. Shu vaqtda ham ozroq agar aniq qilsangiz tushuntirib bermoqchi edim. Mana hamkasbim aytgandek, rostdan ham shunday. Birinchi o'rinda har qanday surunkali kasallik deb aytdikmi, surunkali bo'lish uchun avvalambor o'tkir kasallikni boshdan o'tkazish kerak. Agar pyelonefrit deb qaraydigan bo'lsak, bu yerda birinchi tana harorati ko'tariladi, siydikda rang o'zgaradi, qizarish bo'ladi, belda og'riq, qorin sohasida og'riq kabi holatlar kuzatiladi-da, o'zi bilasiz, mana xabaringiz bor. Agar shundan keyin, misol uchun o'zi qildiramiz, qon, siydik topshiramiz, qonda bu yerda bilasiz, leykositlar ko'tarilishi kerak. Bu yerda chunki bakterial infeksiya hisobidan bo'ladi. Ko'pincha bakterial infeksiya bo'lgandan keyin leykositlar miqdori oshishi kerak va siydikda oqsil bo'lishi kerak-da. O'sha holat 3 oy va undan ortiq bo'lsa, endi surunkali pyelonefrit deyiladi-da. Endi nima uchun bu mavzuni ko'taryapman? Bizga shifokorga masalan bilasiz qiyin. Ya'ni bemorlar keladi, o'zi tayyor diagnoz bor-da. Doktor dedi, masalan, endi men o'zimni deylik praktikamdan bo'ladigan narsalar keladi, mana davleniyam chiqyapti dedi. Men kardiolog bo'lganim uchun davleniyam chiqyapti dedi. O'zi qildirdim. Nega o'zi qildir desa, bir kishi aytdi, bor o'zi qildir, buyragingdan davleniya chiqyapti. Chunki xalqda shunaqa tushuncha bor, buyrak davleniya degan, siz bilasiz, eshitgansiz. Buyrak davleniya. Keyin o'zi qildirdim dedi, o'zida surunkali pyelonefrit chiqibdi dedi. Shunga dedi, siz nima deysiz dedi. Meni dedi, davleniyam dedi, buyrakdanmi yoki yurakdanmi deb so'radi-da. O'zi ikkalasi ham qisman aloqasi bor, lekin sistema o'zi aslida boshqacha ishlaydi. Qon bosimi ko'tarilishida. Keyin aytadi, keling dedi, shu buyrakni davolab bersangiz dedi, meni davleniyam joyiga tushadimi? Shunaqa savollar ko'p bo'lar. Keyin tushuntirib berishga harakat qilaman-da. Keling xolajon, o'tiring, men boshdan ko'rib chiqay, o'zi nima bo'ldi? Belingiz og'riydimi deyman. Yo'q. Temperatura qilyapsizmi? Yo'q. Siydikda rangi o'zgarganmi? Yo'q. Nimaga unda surunkali pyelonefrit dedingiz desam, bundan 6 oy kelganimda ham dedi, shu surunkali pyelonefrit qo'yilganda, u shu endi oddiy qilib aytsa va aytganimizdek 17-18 yoshdan boshlandi, umrining oxirigacha, misol uchun surunkali pyelonefrit. Yoki yana bitta qiziq narsa aytmoqchiman, sizga ham kuzatuvchilarimiz, ya'ni nima? Misol uchun diskineziya jelsiz puzira deydi. Ya'ni o't qopi qiyshaygan deb beradi-da. Lekin o't qopi aslida qiyshayish bu norma. Misol uchun meni o'zimda o'tim qiyshiqda, lekin hech qanday kasallik belgisi yo'q, sog'lomman Xudoga shukr. Aytayotganim shunaqa diagnozlarni, shunaqa narsa o'ziga qarab hech qachon xulosa qilmang. Birinchi o'rinda yaxshi mutaxassisga borish kerak, mutaxassisning maslahatini olish kerak, ko'rish kerak, analizlar qilish kerak-da. U faqat bitta o'ziga nisbatan qarab shunaqa kasallik bor ekan deb bekorga davolanish foyda ham bermaydi, kissaga ziyon-da. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam. O'sha yuridik dokumentlarda bo'lgandek, o'ziga borsangiz ham kichik pastga shunaqa yozib qo'yilgan, o'zi o'qisa ham, o'sha xalqimizning o'zlari ham o'qisa, o'sha yerda nima yozilganini ko'rish mumkin va u yerdan albatta xulosa qilmaslik kerak. Mutaxassisga albatta murojaat qilish kerak. Chunki hozir shu zamon shunaqa bo'lib ketdi. Menga afsus, internet haddan ziyod hayotimizda har bir burchagiga kirib kelyapti. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, hattoki odam uxlayotganda ham, turayotganda ham internet bilan turadi, internet bilan uyg'onadi, internet bilan uxlaydi. Shunaqa narsa va bu yaxshi tomoni ham bor. Bu narsani yaxshi tomondan ko'ra ko'proq yomon tomoni ham bor. Ya'ni asorat bilan keladi bemorlar. Internetga turli xil yana bir narsani aytib ketmoqchi edim. Mana bu hozir hamkasbim aytganidek,
o'sha o'zingizda nima yozilganini ham aytib qo'ying, shu tushunarli bo'lish uchun, ya'ni nima deyapmiz? Pastiga e'tibor bersangiz, rus tilida yoki o'zbek tilida yuridik maqomga ega emas deb yozilgan. Ya'ni yana undan tashqari pastiga yozib qo'yadi, albatta konsultatsiya, shifokor bilan konsultatsiya qilasiz, klinik belgilarga qaraysiz. Bu bilan nima demoqchi? Bu yerda o'zichilarimizni yoki boshqa funksional tekshirish shifokorlarini ayblashda emas, va aynan sizlarga aytmoqchimiz, masalan uchun bemor insonlar kuzatayotgan bo'lsa yoki shu bemorlarga shunday bironta tavsiya berayotganingizda e'tiborli bo'ling. Demak, birinchi o'rinda bu klinika. Ya'ni klinik belgilar, simptomlar bo'lish kerak. Agar o'sha klinik belgi va simptom sizda bo'lmasa, demak men kasal ekanman deb yoki misol uchun deb antibiotik olmaslik kerak-da. Shu o'sha haqida ham bir ozroq nima deysizmi? Hozirgi kunda qarang, antibiotik olish juda osonda. Shunday, любой aptekaga borasiz, eng oddiydan tortib eng deylik kuchlisigacha bo'lgan antibiotiklar hozir chaqaloqlargacha ham qilinyapti-da. Va ba'zi holatlarda masalan shifokorlarimiz yozib beradi, to'g'ri, boring o'sha antibiotikni oling dedi. Lekin ko'pchilik holatda bilamizki, afsuski, nima uchun afsuski deymiz, asoratlar ham beradi. Ko'pincha asorat berishlikni har kuni ko'ramiz, shunaqa asorat bergan holatlarni. O'zlari oladida, ota-onalarning o'zi, masalan uchun farzandlariga yoki o'zi uchun oladi. Shunchaki boradani, menga falon antibiotikni bering dedi, bir 3 kun 5 kun ichadi. Keyin ahvoli yaxshilanmasdan, og'irlashgandan keyin masalan bizga keladi. Shifokorlarga demoqchiman, ya'ni shu masalaga qanday qaraysiz antibiotiklarga? Bu juda ham dolzarb mavzu. Aslini olganda haqiqatda ming afsus, shunaqa narsa bor. Bizda ya'ni kuchsizdan boshlab kelinmaydi. O'sha o'zi qonun qoida bor, antibiotik ishlatish qonun qoidasi. Ya'ni bu yerda birinchi navbatda uni qaysi mikroorganizmni qaysi antibiotikka chidamliligini, qaysi antibiotikni ta'sir qila olishini bilish kerak va undan keyin boshlash kerak. Bu sababi o'zi nomidan ham ma'lum, antibiotik. Ya'ni bu yerda u sog'lom hujayra bo'ladimi, u kasal hujayra bo'ladimi, u bakteriya bo'ladimi, uni hammasini birga, demak, baribir o'sha hujayrasi bilan birgalikda vayron qiladi. Shuni hisobga olib, o'sha Yevropada, chet ellarda bunga juda ham ruscha qilib aytadiganimda strogiy qaraydi, o'ta. Sababi boya aytganimdek, uni o'sha asorati, aynan mana shu yerda asorati yaxshi emas. Sababi rezistentlik degan narsa bor. Bu narsani o'sha antibiotikka bo'lgan kuchini, ya'ni kuch ta'sir qilmay qo'yadi, xalq tilida aytadigan bo'lsak. Shuning uchun har doim o'sha boshlayotgan paytida ham albatta uni o'sha klinikasidan kelib chiqib, bu yerda o'ylanish kerak bo'lgan joyi bemorni holatidan, uni o'sha organizmini qanaqangi kasallik bilan kasallanganligiga qarab albatta o'sha antibiotikni belgilasa, antibiotik berilsa bu juda ham yaxshi bo'ladi. Afsuski o'sha anoga borganda bizdan asosiy antibiotikimiz bu Ceftriaxone. Aptekaga borgan paytimizda ham birdaniga Ceftriaxone beriladi va u juda dostupniy, arzon narxda. Donasi 5 mingdan 6 ming so'mdan turadi. Ko'rib turganingizda bu antibiotikda albatta o'zini o'sha anolari bor, reaksiya berish mumkin, boshqa shunaqa narsalarga olib kelish mumkin. Keyin yana bir narsa aytmoqchi edim. Yaqinda Alisher Qodirov xabarlaringiz bor, shunday bir anov bilan chiqdi, taklif bilan desak bo'ladi, antibiotiklarni qizil retseptga. O'zi antibiotiklar butun dunyoda aslida retseptorniy preparat hisoblanadi. Retseptorniy preparat nima degani? Ya'ni siz shunchaki mana bilasiz, aptekaga borib menga antibiotik ber deb ololmaysiz, sizga berishmaydi. Misol uchun Amerika bo'lsin, xoh Yevropa bo'lsin, sizdan albatta shifokor retseptini so'raydi. Endi bu yerda hozir shunaqa taklif bilan chiqishdiki, ya'ni masalan qizil retsept, ya'ni faqatgina xuddi narkologik mana dori vositalar bor-ku, misol uchun kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bor. O'sha dorilarga o'xshab shunaqa retsept qilamiz degan ma'noda chiqyapti va bu qandaydir ma'noda to'g'ri desak ham bo'ladi, lekin men endi o'zimning fikrimni aytadigan bo'lsam, bu antibiotiklarga albatta yaxshi bo'ladi, ya'ni aptekadan ololmaydi hamma. Lekin degan joyi bor, umumiy hisobda antibiotiklar soni qisqarmasligi mumkin, chunki hozir bu savol ham sizni sohangizga to'g'ridan-to'g'ri taalluqli bo'ladi. O'zimizning shifokorlarimiz ham antibiotik ko'p beradi-da. Shu narsani ham tan olishimiz kerak. Ya'ni misol uchun oddiy gripp haqida gaplashsak, sezonniy gripp bor, buni hamma biladi, hamma bir yilda birov 1 marta, birov 5 marta gripp bo'ladi. Lekin grippning asosiy sababchisi, keltirib chiqaruvchisi bilamizki, bu viruslar.
Virusga esa antibiotik ta'sir qilmaydi-da. Aytayotganim sal bolachalar burni oqib qolsa, boshqa bo'lsa, shifokorlarimiz ham ko'p eshitaman profilaktika deydi-da. Ya'ni nimaga beryapsiz desak, aytadi profilaktika. To'g'ri, virus chaqirgan, lekin ikkilamchi bo'lib ketmasin dedi. Xohlaymizmi yo'qmi, albatta zararga ishlaydi, chunki boya aytganingizdek rezistentlik ortib boradi. Bugun ta'sir qilgan antibiotik ertaga ta'sir qilmaydi. Maqsadimiz bu yerda shunday bo'lishi kerakki, antibiotik ishlatishda ayniqsa hurmatli shifokorlar hammaga beravermang. Qanday ma'noda siz bilan biz o'zi masalan yoshi katta insonmiz, hozirgi kunda to'g'ri o'rta yosh bo'lishimiz mumkin, yoshi katta bo'lishimiz mumkin. Lekin ertaga agar ha deb hammaga antibiotik beraversak, o'zi farzandlarimiz katta bo'lgandan keyin ularga antibiotik qolmaydi. Qanday ma'noda? Adashmasam yaqin yillar orasida siz balki xabaringiz bordir. Yangi antibiotik o'ylab topilmadi. O'sha 20 yil, 30 yil oldinga o'ylab topilgan antibiotiklar hali ham foydalanishda shular demoqchiman. Agar bularni ham ishlatib bo'lsak, o'zi ertaga bakteriyaga qarshi hech qanday dori vositasi qolmaydi-da. Siz nima deb o'ylaysiz shu narsaga? To'g'ri. Bu narsa juda ham ko'p biz praktikada uchraydi. Ayniqsa shunaqa bemorlarimiz bor. O'sha quloqda o'sha surunkali yiringlatit bilan keladi. Quloqdan oqma oqyapti. Yiring shunday kelib turibdi, temperaturasi tushmayapti. Unga u bolacha, 4 yoshar bolacha. Anamnezdan so'rasak, reanimatsiyada davolangan, birdaniga kuchli antibiotik berilgan. Ba'zi holatlarda ikki xil ham qilinadi. Shunaqa joylari ham bor. Shuning uchun juda ham bu umuman ham o'sha xalq uchun haqiqatda og'riqli. O'zimiz ham bir xalqda bir qismimiz, o'zingiz ham misol uchun yaqiningiz bor, akangiz bor, ukangiz bor, misol ular ham xuddi shu holatga kelib qolishi mumkin. Haqiqatda juda og'riqli tema. Juda ham og'riqli tema. Albatta bu o'sha mana shu narsa mana shunaqa holatlar ko'payayotganligi uchun ham insonlar internetga juda ham ko'p urg'u berib, doktorlar bular hozir unaqa qilib davolaydi, bunaqa qilib davolaydi deb tushunarsiz o'sha o'zlari narsa davolaydi deb o'zlari internetdan juda ham ko'p ma'lumot izlashadi va oxir oqibatda bor narsani yo'q qilib yuborishi mumkin. Ya'ni internetdan izlaganda ular baribir u yerda umumiy ma'lumot bor, xususiyligi yo'q. Bu yerda o'sha xususiylik deganda o'zini organizmi kelib chiqishi, qanaqangi analizlar olish kerak, doktorning tajribasi, ana shu narsaga ham hisobga olish kerak. Umuman. Keyin mana bu internet mavzusini ko'tardingiz, bu aktual hozirgi kunda. Hozir hammada telefon bor. Masalan uchun bizning yoshligimizda telefon yo'q edi, hozir endi hammada bor. Hamma internetdan to'liq xohlagandek foydalanadi. Xohlasin misol uchun o'zini simptomlarini ko'rishi mumkin, dorini ko'rishi mumkin, lekin aslida internetdan men ham ma'lumot izlayman-da, endi shifokor sifatida, misol uchun ma'lumot izlaganimda ko'p e'tibor beraman. Internetda siz ham e'tibor qilgan bo'lsangiz kerak, 80%, 70% holatda noto'g'ri ma'lumot chiqadi. Ya'ni har xil platformalar bor, har xil deylik masalan Redditga o'xshagan yoki shunaqa platformalar bor. Ya'ni savol javob. Masalan bitta bemor meni boshim og'ridi deb qoldirsa, shu yerda insonlar qoldiradi, kommentariy qoldiradi. Men mana bu dorini ichdim, boshim og'rib qoldi. Menda bunaqa narsa chiqdi, bunaqa narsa. Shu ham internetda demoqchim o'zi aslida. Hech qanday professional yoki shifokor sifatida, mutaxassis sifatida belgi emas, ya'ni public desak ham bo'ladi. Odamlar o'zlari ko'pincha shuni yaratib olgan. Ko'p e'tibor beraman. Mana bu yo'q kasalliklar ham bor-da. Misol uchun internetda izlasangiz, masalan, cherepnoy eng nima deydi, mashhur ana bu dedi-ku. Sizda ham aniq bilaman, kuzatuvchilar, umringizda biron marta bir cherepnoyga ishingiz tushgan, bir cherepnoyingiz chiqqan, ko'tarilgan, davolangansiz yoki bir yaqin tanishingizda shu narsa bo'lganda, bir sir o'rinda aytib ketmoqchi edim. Aslida bunaqa kasallik yo'q, lekin bu kasallik haqida hali keyingi podkastimiz sonlarida bemalol gaplashamiz. Shunchaki hozir ushbu informatsiyani siz qabul qilib, oddiy aytganda hazm qilib turish kerak. Bu masalada ham hali qaytib batafsil isbotlab ham beramiz. Ya'ni yo'qligini. Endi xuddi shu kasallikni o'ziga demak orasiga VSDni ham qo'yib yuborsa bo'ladi. Ha, VSD. Endi u menga bizni sohaga desak ham bo'ladi. Doktor dedi, yuragim og'riydi dedi, keladi, ekigida bilasiz, mana o'zgarish chiqmaydi, keyin asabdan desak, yo boshqa desak, bu ham shunaqa narsa. Bu vaqtda ham hozir ham tushuntirib bersak ham bo'ladi-yu, lekin hozir endi internet haqida boshladik, o'sha narsani davom ettirmoqchi edim, agar xo'p desangiz. Ana endi aytdik, internetda o'zi aslida
ma'lumotlar bor-ku. Misol uchun bilamiz, biza bironta dori yoki kasallik chiqayotganda RKI deydi, ya'ni randomizirованный клиническое исследование da. Bu yerda juda ko'pchilik insonlarda o'tkaziladi tekshiruvlar, misol uchun diagnostika yoki dori vositasi 10 ming, 100 minglab odamda. Lekin shunaqa bizlarda tendensiya bor, ayniqsa endi internetda biz rus tilida foydalanamiz ko'pincha, postsovet davlatlar deb qaraydigan bo'lsak, uydirma narsalar ko'pda. Masalan, shunaqa nima dedi? Исследование deymiz-ku, o'sha narsalarni qarasangiz 50 ta 20 ta odamda qilingan, 30 ta qilingan odamda va bu yerda albatta birinchi o'rinda shifokorning o'zida klinik baholash, klinik o'ylash bo'lishi kerak. Ya'ni qani o'zi haqiqatga to'g'ri keldimi? Shu narsa rostdan ham shunaqami? Shu kasallikda foyda beradimi, yo'qmi deganday dedi-ku. Shu narsaga qanday qaraysiz? Endi nima demoqchiman bu bilan? Misol uchun internetda yozilgan hamma narsa to'g'ri emas-da. Siz ham shifokor sifatida ko'rgansiz shu narsani. Ha, albatta. Endi har bir sohada bo'lgan kabi bizda ham xuddi shunaqa standartlarimiz bor. Bizlarda o'sha ishlashimiz uchun, to'g'ri ishlashimiz uchun berilgan standartlar. Bu o'sha VOS tomonidan, ya'ni butun jahon sog'liqni saqlash o'sha tashkilot tomonidan aynan shifokor uchun masalan lor vrach mana bunaqangi standart bo'yicha ishlaydi, kardiolog vrach mana bunaqa standart bo'yicha ishlaydi, mana bunaqa qonun qoidalar, mana bu narsalar, mana bu agarda u haqiqatda isbotlanib, haqiqatda o'sha VOSdan, ya'ni butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan o'tgan bo'lsa, demak uni biz qo'llashimiz mumkin. Ya'ni siz bilan biz doktorlar tuzyapman, lekin va shunaqangi jurnallar bor, o'sha mashhur, aynan juda ham bir avtoritetni deymizmi, shunaqangi jurnallar bor. O'sha jurnallarda ham chiqadigan maqolalar, o'sha jurnallarda chiqadigan mana shu klinik tekshirishlarni ham albatta ko'rsa, ya'ni siz o'zingizdan oldingi o'zingiz o'sha avtoritet deb o'ylaydigan doktorlar qayerga qarayapti, qanaqangi o'sha anovlardan foydalanyapti, standartlardan foydalanyapti, nimalarda qaysi jurnallar haqiqiy, qaysi maqolalar haqiqiy emas deb biladi va nimalarga e'tibor beradi. O'shani hisobga olib, albatta shundan kelib chiqib qilinsa, yanada maqsadga muvofiqroq, yaxshiroq bo'ladi. Bu shifokorni keyingi holati. Bu albatta shifokor haqida biz hozir aytib o'tdik, lekin xalq nuqtai nazaridan bu qanday ajratib olsin, bu narsani to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilib olsin degan bir konkretni filtr aytadigan bo'lsak, undan ko'ra ma'lumot sifatida o'sha narsani qabul qilib olishsin. Shunaqangi исследование, ya'ni shunaqangi laborator qanaqa danalar ishlatilgan ekan degan ma'noda o'zi uchun informatsiya sifatida olsin. Xuddi dunyoning eng baland cho'qqisi yoki dunyoning eng uzun daryosi qaysidir daryo, qaysidir cho'qqi degandek, xuddi shunaqa ma'lumot. Aynan mana shundan operatsiya qilib, mana shunaqa narsa ekan, ya'ni 100% mana bu to'g'ri ekan deb o'shanga ma'lumotni haq deb qabul qilib olishi bu umuman xato hisoblanadi. Har doim mutaxassis bilan albatta muloqot, mutaxassisni oldiga borish kerak. Internetdagi gap, so'z, mana videolardagi palon qiling, smadon qiling, qiling, qiling degan gaplar ham har doim ham ishlayvermaydi. Chunki sababi bu har doim individualniy kelib chiqiladi. To'g'ri, inson organizmi juda ham o'xshash. Shu bilan birgalikda o'xshashligi bilan birgalikda xilma-xil ham. Shunaqa. Bu yerda o'sha kasalda o'sha konstitutsiyasidan, uni bemorning konstitutsiyasi, ya'ni uni turishidan, uni og'irligidan, bo'yidan va hokazo narsalardan kelib chiqib ko'riladi. Bu yerda shifokor bekordan bekorga u siz bilan biz ham ancha yil o'qiganmiz, umrimizda ancha vaqtini mana shunga sarflamaymiz. Va azizlarga o'sha qadrdon bizni ko'rib turgan kuzatuvchilarga aytib o'tmoqchi edimki, bunaqangi internetdagi gaplar, ular ko'pincha katta ehtimoli bilan safsata, ya'ni qo'rqitish, o'sha qandaydir miqdorda vahimaga tushirish hisoblanadi va bu narsalarga ko'p ham e'tibor berish kerak emas. O'sha bir voqea esimga kelib ketdi. Bir kun anoda turibman, mana bu ishdan chiqyapman, mashinada svetofor oldida turibman, svetofor ozgina ko'proq turib qoldim. O'sha ko'chani yig'ishtiradigan ayol, o'sha obodonlashtirish ishlaydigan ayol,
o'tirib oldi. Ha desa, hozir deydi, internetdan deydi, Andijonda bittasini uribdi deydimi? Qayerdadir xullas shu qaysidir viloyatda uribdi deydi. Shuni ko'rdim. Shundan keyin kayfiyatim bo'lmay qoldi, ana bo'lib qoldi, nima deydi uni? Stressga tushib qoldim deydi. Shunaqa narsalar hozir aynan o'zi aslini olganda internet bizlarni kuchaytirish kerak, rivojlantirish kerak. Biza u yerda ko'pincha bir 80% holatda noto'g'ri foydalanamiz. Mana shu videolarni ko'rib ham o'zini sog'lig'iga to'g'ridan-to'g'ri zarar yetkazyapti. U oddiy video ko'rib, u hali janjallashgani yo'q. Oddiy video ko'rib, shunchalar stressga tushyapti. Ya'ni davleniyasi ko'tarilib ketyapti. Yoki o'sha boshi aylanib qolyapti, misol uchun va hokazo. Shunaqangi narsalar bor. Bu ham xuddi shunday narsa. Bu o'sha anolarni o'qib chiqqaningizdan keyin ham birdaniga o'sha kayfiyatingiz buzilib qolishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Siz o'ylagan narsa bo'lmasa. Endi internet haqida mana gapni boshladik. Endi internetda hozirgi kunda eng trendda deymizmi? Endi misol tariqasida yoki eng mana avjiga chiqqan hozir hamma ishlatyapti-da. Endi hamma sohada u, nafaqat balki meditsina sohasida va eng yomoni ham desa bo'ladi, meditsina sohasida ishlatyapti ChatGPT. Bilasiz, hozirgi kunda mashhur undan masalan har xil birovlar qanaqadir rasm yasab berishni so'rayapti, yana kimdir, lekin hozir men qarayapman tendensiya, hatto o'zimda shunaqa holat bo'layapti-da, bemorlar kelyapti, doktor dedi, desam men ChatGPT dan so'radim, menda bunaqa kasallik bor ekan, mana tekshirdim, to'g'ri kelyapti deyapti. Bunda bunaqa narsa bor ekan deyapti. Shu narsaga qanday qaraysiz? Ya'ni ChatGPT hozirgi kunda shifokorni o'rnini bosa olyaptimi desak to'g'ri savol bo'ladi. Shunga nima degan fikr bildirasiz? ChatGPT aniq aytaman, shifokor o'rnini bosa olmaydi umuman. Hozirgi holatda balki keyinroq bosib ketishi mumkindir. Qanaydir o'zgarishlar, nimadirlar qilib, ya'ni u yerda o'sha insonda agar fikrlash boshlasa, lekin hozirgi holatda umuman shifokor o'rnini bosmaydi. Bizda ham praktikada juda ko'p uchraydi. Ya'ni o'sha aytganingizdek, keladi, bolamda palon ekan, pismadon ekan yoki yaqinda bitta qiziq voqea bo'ldi. Bemorim keldi. Bitta lor vrach dori yozib bergan. Oldimga kelyapti-da, aka deyapti, meningit bo'lib qolibman deyapti. Aka deyapti, meningit bo'lib qolibman. Qanaqasi? Qanday bilding meningit bo'lganingni desam, ChatGPT dan so'radim deyapti. Bu yerda professional, ma'lum bir vaqt mobaynida o'sha o'qigan, uni noni shu, ishi shu bo'lgan shifokor unga normalnisan degan joyda u ChatGPT dan so'rayapti-dagi, yo'q, bu shifokor bilmaydi deyapti-dagi. Demak, meningit bo'lib qolibman deyapti. Uni birinchi tinchlantirdim. Bu bo'lmagan gap, safsata. Meningit bo'lishing uchun sen agar meningit bo'lsang, bunaqa yurmaysan birinchidan. Oldimga kelmaysan. Ikkinchidan, meningit unaqa bo'lmaydi deb tushuntirdim, yaxshilab nima ekanligi meningitni. Keyin u qiziq, uni tushuntirdim, u tinchlandi, o'ziga keldi. Bola yoshi katta emas, kichkina yoshda, lekin eng qizig'i u bola o'sha dorilar yozib berdim. Yotib davolanaman aka dedi. Bo'ldi, yotib davolansang, yotib davolan. Yozib berganimdan keyin Mr. telefon qilib kechasi soat 7:da. Doktor, bu kasalingiz olmayman dorini deb aytayapti deydi. Nega degan savol tug'iladi. Nimaga olmaykan deb hayron qoldim. Keyin o'ziga beraymansan, olmayman. Nimaga olmaysan? ChatGPT dan so'radim, jigarga ta'sir zarar bor ekan. Do'stim, qaysi dorini jigarga zarari yo'q? Jigarga zarari bor u dorini. Hamma narsaning jigarga zarari bor, lekin u ChatGPT aytmaydi senga jigar zarar yoki boshqa qashqa ekanligini. Degan ma'noda gaplar, ya'ni ko'p. Bu yerda bu narsa bizani siz bilan ishimizni juda qiyin qilib yuboradi. Sababi siz nafaqat kasalligi bilan, balki kasalni olib yurgan inson bilan ham gaplashishingiz kerak. Ya'ni psixologik ham unga ta'sir qilishingiz kerak. Ishingiz 2-3-4x ga ko'payib ketyapti. Bu yerda o'sha bemorni o'zi sizdan chiqib ketgandan keyin yangi kelgan bemor bilan gaplashayotgan paytingizda unga ham kayfiyatiga ta'sir qiladi. Va albatta bu juda nozik narsa. Bu odam atrofdagilarga ham xuddi shunday. ChatGPTdan so'ravor, shunaqa narsa. Hamma narsa ChatGPT. Va agar qiziq prikollar chiqib ketyapti, ikkita odam turadi. Telefonda bittasi o'sha so'raydi savol. Oldimga odam keldi. Nima deb savol beradi? Men shuni ishlayman deydi va ChatGPT savol beradi. Keyin ismi familiyangiz va bola shunday turadidagi
ism familiyam nima edi? ChatGPTdan so'raydi boya unisi to'g'ri oldin. U zagruzka bo'layotgan bo'ladi. Ism familiyangiz nima deb so'rayapman deydi. Boyaga shunday qaraydi yana terlab ketaveradi. Ism familiyasi xuddi shunaqa davrga boryapmiz ish qilib. Endi ChatGPT haqida endi gapirsak ham gap ham ko'p, lekin bir xulosa ham qilib ketishimiz kerak shu o'rinda. Ya'ni qanaqa? Hozir mana shifokor do'stimiz aytganidek, ChatGPTdan foydalaning. Suhbat quring, misol uchun qanaqadir o'zlaringizni zaproslar yuborsangiz bo'ladi. Misol uchun biron narsani rasmini chizib ber, kreativ qanaqadir bir g'oya ber sifatida bir yoki matematik tahlillarni aytgancha yaxshi ishlaydi. Zo'r emas, yaqinda bitta men ham tekshirib turamanda har zamonda bir matematik tahlil noto'g'ri ishladi. U keyin agar iloji bo'lsa skrinshot ham qilib qo'yib yuborishni ilojini qilarmiz o'sha narsani gapni tasdiqlash uchun. Noto'g'ri ishladi, lekin shunaqa foydalansangiz bo'ladi. Lekin shifokorni o'rniga keladigan bo'lsak, misol uchun hozir Otabek do'stimiz aytganda 3 yil, 5 yil dedi, men sal boshqacharoq bergan bo'lardim. Bir 50 yil desak bo'ladi. Qanday ma'noda? Chunki hozirda o'sha, ya'ni ChatGPTni chiqargan ham nima deydi, platforma yoki bo'lmasa korporatsiya deymizmi, boshqa ham hammasi bir ovozdan bitta narsani aytyapti. Eng qizig'i ChatGPTni o'zidan ham so'rasa bo'ladi. Men to'g'ridan so'radim. Savol tariqasida sen qachon masalan shifokorning o'rnini bosishing mumkin, qachon shu darajaga yetishing mumkin desam, 2125-yil eng yaqinida agar boyagi nima deydi, ssenariy juda ham zo'r tariqasida ketsa, yana kamida 100 yil bor ekan. Shu uchun bizni hali shifokorlar sifatida o'rnimizda bosa olmasligi aniq, lekin bizga bosh og'ri ko'paygani ham aniq. Rostdan ham. Qanday ma'noda? Endi albatta o'zi aslida bemor o'zi qiziqqan, ya'ni bir tarafdan bilish kerak unga nima bo'layapti, rostdan ham shu dorilar ta'siri qanday. Lekin agar shifokor to'g'ri tanlagan bo'lsa, masalan shifokor tavsiyasini emas, balki bir internetdan sun'iy intellekt deymiz, sun'iy intellektning tavsiyasini qilish noto'g'ri. Hatto hozir bilsangiz shunaqa holatlar masalan bizda emas-u, adashmasam Amerikada shunaqa holatlar hozir kuzatilib turibdi. Shunaqa noto'g'ri tavsiya orqali dori vositasi chiqib qo'yyapti, o'lim bilan ham tugagan holat bo'ldi adashmasam. Shunaqa bir yangilikka ko'zim tushganday bo'ldi. Shuning uchun xulosa o'rnida aytmoqchi edikki, ChatGPTdan faqat shu ko'ngil ochish uchun, ya'ni suhbatlashish uchun foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddamiz, dedi-ku. Endi Otabek, qarang, endi ba'zi sizni to'g'ridan-to'g'ri lor shifokori bo'lganingizdan keyin shunday savol bor-da. Masalan, o'zingizni ham profilingizni kuzatganimda, ya'ni Instagramda misol uchun yuritasiz, YouTube'da o'zingizni kanalingiz bor. Burundagi go'sht deb ko'p gapirasiz-da, ya'ni adenoid. Fan tilida qaraydigan bo'lsak adenoid, insonlarga oddiy tushuntirib beradigan bo'lsak go'sht desak ham to'g'ri bo'ladi. Shuni misol uchun-da, endi shunaqa savol beraman, shunday savol berishim kerak o'zi aslida. O'zi natijasi qanday bo'ladi? Misol uchun hozir endi men imенно sizni aytmoqchi emasman, lekin qaysi lor shifokoriga borsa, davayda operatsiya qilishimiz kerak. Operatsiya qilmasak bo'lmaydi dedi. U 3 yosh bo'lsin, xoh 70 yosh bo'lsin, bitta gapda. Endi hammada emas, lekin tendensiya oxir paytda shuni ko'rsatyaptiki, lorga borsa, ko'p holatlarda operativ davo taklif qilyapti. Misol uchun ilgari bilasiz, biz yoshligimizda aytardik, avval dori separdik, misol uchun qarardik deganday. Siz mana shuni qanday o'zingizga masalan bemor keldi. Ya'ni savol shundan iboratki, qanday masalan ajratasiz, kimni operatsiya qilish kerak? Kimga kerak emas? Albatta adenoid haqida tushuncha berib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Adenoid vegetatsiyasi haqiqatda o'sha juda ko'p tarqalgan hozir, ya'ni gipertrofiyasi o'sib ketishi va natijada buni halqini yopib qo'yishi. Bu o'zi qanaqangi o'sha organ hisoblanadi. Adenoid bu albatta o'sha limfa to'qimasini bir qismi hisoblanadi. Ya'ni insonda o'sha Valder Pirogov 6 ta xuddi benzolga o'xshagan halqasi bor. O'shani demak birinchi yuqoridagi burun halqum limfoidni demak to'qimasi hisoblanadi va u kerak o'zi aslini olganda. Sababi biza har bir oz mana nafas olayotgan paytimizda ham atrofimizda hamma joyda demak mikroorganizmlar bor va o'sha mikroorganizmlar bilan bunday o'ylab qarasak kurashadi. Agar oddiy tilda aytadigan bo'lsak, mikroorganizmlar kurashib uni demak обезвреживать qilib organizmga kirmasligiga sababchi bo'ladi. Endi
u adenoid vegetatsiyasi o'zi 3 yoshgacha ishlaydi. Ya'ni kerak. Undan keyin organizmni boshqa himoya, immunitet funksiyalari demak chiqishni boshlaydi va uni kerakli tomoni ayni yuqori aytib o'tganimdek o'sha mikroorganizmlar ushlab, ya'ni immunitet funksiyasini bajaradi. Endi uni ko'payib ketayotganining sababi nima uchun oldinlari bunaqa narsa bo'lmagan, nima uchun hozir bunaqa bo'lgan deyilsa, bu yerda o'sha organizmni o'sha allergiyasiga, haqiqatda allergiyaga bo'lgan ehtiyoji ham allergiyani o'sha ko'payib ketayotganligini ham sabab qilib olsak bo'ladi. Sababi juda ham ko'p. Hozir siz oldingidek faqat sigaret chekmay, nos chekmay, aroq ichmay sog'lom bo'la olmaysiz. Hozir shu darajada o'sha потребление, ya'ni iste'mol juda ko'payib ketdiki, haddan ziyod hamma narsa ko'payib ketyapti. Mahsulot juda ko'p va ular har xil. Ularni aynib qolmasligi uchun turli xil kimyoviy konservantlar, turli xil kimyoviy moddalardan foydalanadi. Rang ko'rsatkichlari bor u yoqda o'sha sun'iy olingan shakar, masalan saxarozan, primoy o'sha ta'sir qiladi va bu albatta organizmni sustashiga, o'sha allergiyaga bo'lgan ta'sirini yanada kamaytiradi. Ya'ni inson bolacha mana shu allergen bo'lganligi uchun ham o'zi aslini olganda adenoidi kattarib ketish ehtimoli bor. Bundan tashqari ko'p shamollash. Albatta shamollash ham bunga ta'sir qiladi. Sababi o'sha bolalar oldingidek emas. O'sha yuqori aytib o'tganimdek har turli xil mahsulotlar ko'p. Ko'pchilik ota-onalar bolasini ko'chaga chiqarmaydi, boshqa bolalar bilan xuddi shunday muloqotini cheklaydi. Natijada bolada o'sha immunitet nuqtai nazaridan ham, boshqa nuqtai nazardan ham albatta bu ham ta'sir qiladi. Hozir demak qarang, agar xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda demak bu masalan burundagi himoya vositasi desak bo'lar ekan, to'g'rimi? Demak birinchi darvoza, ya'ni o'sha yerdan o'tsa organizmga o'tadi yoki o'tmaydi degandek. Ikkinchi xulosani beradigan bo'lsak, nimaga ko'payib ketdi desak, demak bu yerda har xil allergenlar, atrof muhit masalan bilamiz ekologiya yildan yilga o'zgarib bormoqda. Yomonlashib ketyapti. Mahsulotlarning har xil turi chiqishi, misol uchun gazirovanniy va boshqalar. Demak shular tufayli kasallik ko'paydi demoqchisiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, to'g'rimi? Asosiy sabab o'sha. Demak, kasallikni tushundik, nimaligi, endi oddiy qilib aytganda nimaligi va nega ko'pligi. Endi nima taktika qilish kerak bu yerda? Misol uchun deylik, bu yerda bolani yoshiga qaraysizmi yoki endi nafaqat bola, balki kattalarda ham uchraydi-ku bu kasallik, to'g'rimi? Yoki faqat kam. Demak, asosan bolalarda bo'lyapti. Chunki 13-14 yoshda so'rilib ketish kerak. Demak, o'smir yoshigacha uzog'i bilan bo'ladi. Boya aytganingizda 3-4 yoshgacha, eng kechi bilan demak 13-14 yosh deb qarasak ham bo'ladi. Yo'q, 3-4 yoshgacha emas, 3 yoshgacha kerak u. 13-14 yoshgacha u bo'ladi, so'rilib ketadi. 13-14 yoshdan 13-14 yoshgacha so'rilib ketish kerak, to есть 3 yoshgacha u kerak, buni olmaslik kerak, tegmaslik iloji boricha. Endi unda ham ko'rsatma bor. Agarda 3-4 yoshda, 3 yoshda agarda o'sha u asorat beradigan bo'lsa, uni olib tashlash kerak. Sababi u gipertrofiyaga uchragan, hipertrofiya. Hozir sal oldinlab ketyapmiz. Dedik, qanday ma'noda? Misol uchun endi shu narsani so'ramoqchi edim. Endi qachon mana operatsiya qilish kerak va kimni? Va qachon siz aytgandek masalan konservativ, ya'ni dori-darmon bilan, balki umuman dori shart emas holatlar ham bo'ladi-ku, to'g'rimi? Qachon? Shuni qanday misol uchun iloji boricha shu oddiyroq qilib tushuntirib bersangiz, ya'ni menga emas, kuzatuvchilarga. Misol uchun farzandlari bor, shunaqa tez-tez shamollaydigan, o'shalar endi oddiy qilib aytganda masalan aldanib qolish desak noto'g'ri bo'lar ekan-u, giperdiagnostikada, endi bu yerda giperdiagnostika, operatsiya qilish ham misol uchun giperdiagnostikaga qo'shib yuborsak bo'ladi. Shu narsadan saqlansin degan ma'noda aytyapman-da. Va qachon kutmasin, ya'ni hozirroq kutib turaylik, balki yaxshi bo'lib ketar, balki o'zi
tuzalib ketar degan ma'noda. Da. Demak, o'zi adenoid qachon olib tashlanadi, qachon operatsiya ko'rsatma bor, shu haqida gapirsak, demak, adenoid vegetatsiyasi u darajalari bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi daraja. O'sha burun halqumni yopishiga qarab, aynan oldingi renoskopiyada, endorenoskopiya, o'sha endoskopik renoskopiyada ko'rgan paytimizda burunni, halqumni qanchalar yopyapti. Ya'ni yarmidan o'tdimi va o'shanda ota-onasidan so'raladi bolani. Bu qanday uxlaydi? O'sha dimog'dan gapiradimi, yo'qmi? Ya'ni nutqi qanday rivojlangan bolani? O'sha o'zi qanday, bola aktivmi, passivmi, o'sha haqida ham gapiriladi. Ya'ni olganda klinik belgilarga qarab, uni demak ikkinchi darajadan o'tgandan keyin, uchinchi darajaga qarab ketayotgan paytida olib tashlasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin uni olib tashladi-yu, shu bilan qutuldi degan joyi yo'q. Ya'ni adenoid vegetatsiyasi bu shunaqangi kasallikki, adenoid vegetatsiyasi bor bo'lgan bolalarda demak u yana qaytalanishi mumkin. Qanaqa usullar olishdan qat'iy nazar. Demak, qarang. Agar umumiy ma'noda qaraydigan bo'lsak, misol uchun adenoidni masalan darajasi 2-3 darajadan o'tgandan keyin misol uchun operatsiyaga ko'rsatma deb qarasak bo'lar ekan. Klinik belgilar misol uchun nafas qisishi, kechasi masalan xurrak otish deymiz, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, shunaqa holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, olish kerak degan xulosa qilsak bo'lar ekan. Lekin qaytalashi mumkin deyapsiz. Unda nima dedi? Endi sal boshqacharoq savol, endi sizga aniq qilishi mumkin. Teginmasa qanday bo'ladi? Bunga nima deysiz? Xo'p, baribir qaytalash mumkin deyapsiz-ku. Shunday, teginmasa, demak u masalan asorat beradimi, qanaqadir demoqchiman-da. U yerda kuzatish kerak, bemorni kuzatish kerak. Avvalo, birinchi navbatda ota-onasi bilan suhbat bo'ladi. Mana men o'zim qanaqangi tavsiya qilaman. Mana shu o'zingizni ish kuningizdan dedi-ku. Adenoid vegetatsiyasi bilan bizga murojaat qilganlarni birinchi navbatda yoshiga qarayman. U necha yoshda? Agarda yoshi 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh atrofida bo'lsa, adenoidi bo'lsa va u ikkinchi darajali bo'lsa, unga iloji bo'lsa tegintirmaslikka harakat qilaman. Uni konservativ davo usullari, o'sha burungi tomchilar va hokazolar bilan davolashga harakat qilaman. Hamda aytamanki, bolani albatta qanaqadir bir sport turiga beringlar. Iloji bo'lsa gimnastikaga beringlar deyman. Demak, umumiy xuddi bir immunitetni ko'tarishday modda almashuvini tezlashtirib, o'sha tezroq bolani, demak, o'sha boshqa immunitetlar ishlab ketishiga sababchi bo'ladigan usulda aytaman. Undan tashqari, agarda ularni qaysi holatlarda o'sha operatsiyaga olamiz? Agarda bola ota-onasi bolam burun orqali nafas olmaydi, bolam og'zim qurib ketyapti. Kechqurunlari masalan uyqudan turib og'zim qurib ketyapti, nafas ola olmay qolib, nashna apnoya bo'lib qolishi mumkin. Undan tashqari yomon tomoni quloqqa asorat beradi. Qanaqa asorat beradi? Eksudativ sredniy otit degan bizlarda demak kasalligimiz bor. O'sha eksudat yiringda endi yiring emas, suvmi? Suv, oddiy suv anoda quloq nog'ora parda, ya'ni o'rta quloq bo'shlig'ida hosil bo'ladi. Va bu doimiy o'sha chiqib ketadigan joyi yo'q. Sabab trubniy valiklar bosib qo'ygan, adenoid vegetatsiyasi bosib qo'ygan, uni chiqib ketadigan joyi yo'q. Ana o'sha chiqib ketmasligi natijasida bolani eshitish pasayish boshlaydi. Bu eng yomon asorat. Eng yomon asorat mana shu. Bolani eshitish pasayish boshlaydi. Bolani eshitish pasayish boshlagani bilan endi o'z yog'ini bilasiz. U demak sekin asta aktiv hayotdan asta-sekin passiv hayotga qarab ketadigan bo'ladi. Ya'ni bu sog'lom bola edi, tug'ilgan paytida soppa-sog' edi. Adenoid vegetatsiyasi tufayli bola demak hattoki bir umrga qarib qolishi mumkin. Demak, o'sha adenoidni vaqtida, misol uchun shu operatsiya qilish kerak bo'lgan bemorni, demak, qilish kerak ekan. Agar qilmasa, xuddi shuni karlikka olib kelishi mumkin desak bo'lar ekan. To'g'rimi? Chunki quloqqa nima beradi? Chunki bilamizki, quloq bilan og'iz o'rtasida nayimiz bor, yiqsaqsa turba deyiladi. Adashmasam shu orqali shunday deb aytayapsiz, to'g'rimi? Shunaqa asoratga olib kelishini. Burun halqum o'rtasida nay bor, o'sha asorat beradi. Bu asosiy asorat o'sha bo'ladi. Burun orqali nafas olmagandan keyin
bola burun orqali nafas olmaganidan keyin og'iz orqali nafas olgandan keyin pastki jag' demak doim ochiq bo'ladi. Doim ochiq bo'ladi va til yuqori jag'iga tegmaganligi uchun, ya'ni qattiq tanglarga tegmaganligi uchun uni kengayishiga sababchi bo'lmaydi. Neqib turgan payti o'sha tegib turgan payt kengayishiga sababchi bo'ladi. O'sha kengayishga sababchi bo'lmaganligi uchun uni yuzini tuzilishi, ya'ni jag'ini tuzilishi ham o'zgarishi mumkin. Ha, demak privkus o'zgaradi, oddiy qilib aytadi. Prikus o'zgaradi, o'sha o'zgaradi va o'sha tish qatorlar buziladi, tishlar turli xil o'sib chiqishi mumkin, ya'ni o'sha молочный tishlar tushib qolgandan keyin o'sha mana shu holatda, ya'ni yangi chiqadigan tishlarda o'zgarish yuzaga kelishi mumkin. Va bu albatta endi hozirgi holatda mana shu adenoidli yuz deymiz biz. Buni mana shunaqangi yoki orqaga ketib qolgan, kichrayib qolgan, yuqori ana bo'lib qolgan, u ham oldinga qarab chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Shunaqangi holatlar yuzaga keladi. Endi baribir, misol uchun siz lor shifokorisiz, xohlaymizmi yo'qmi? Endi faqat lor problemasi bilan yoki kasalliklar bilan bormaydi-da. Masalan, shunday holat bo'lgan, bir lor anosiga bir bemorni aytib bermoqchiman-da. Endi menga kelib qoldi, menga keldi, endi men boshqacha diagnoz qo'ydim. Endi lorda sal boshqacha bo'lgan. Endi simptom bitta, burni qonayapti. Besabab o'zi bilmaydi, shunchaki burni qonaydi. Lorga boradi, misol uchun operatsiya qilamiz, taklif qilishgan, yana boya aytganimdek operatsiya temasiga qaytamiz. Lekin elementar bir oddiy narsani qilmaganda, misol uchun davleniya deymiz-ku, davleniyasini o'lchamagan, burniga tampon qo'ygan, shu qonni to'xtatgan, davay degan, ertaga yoki indinga kelasan degan, xullas perigorodgan nima deydi, burun to'sig'in qiyshiq, shuni to'g'rilamasak foydasi yo'q hech narsa degan. Bir adashmasam u qanday kelib qoldi menga, masalan tekshiruvdan o'tish, ya'ni masalan bilasiz, operatsiyadan oldin sizlarda masalan kardiolog ko'rigidan o'tkazasizlar baribir, qani yurak qanday ishlayapti, nima bo'lyapti ekan deb. O'sha vaziyatda ko'ryapman, davleniyasi 190 ga 120 da. Nima deysiz shunga? Shu nima deysiz? U o'zi kimni kasali dedi-ku, kimga borsa to'g'ri bo'ladi. O'zi burun qonashini yosh kattalardagi asosiy sabablardan biri, ya'ni agar onamizdan so'rasak, agar burningiz doimiy ravishda qonab turadimi desak, yo'q deydi ko'pincha, lekin o'tkir hozirgi holatda burundan qonayotgan holatda bu 100% demak bu yerda endi hozirgi men ko'rgan tajribamdan agar aytadigan bo'lsam, qon bosimini yuqori bo'lib ketganda. 100% yuqori bo'lib ketganda, bizda ham ko'p bunaqa holatlar bo'lgan, ya'ni yarim soatlab, 40 minutlab qonni yutgandan keyin uni burniga tampon qilib qon bosimini tushirib berganimizdan keyin demak o'sha onaxonda holat birdan o'zgargan, birdaniga. Haqiqatda bu yerda avval qon bosimini tushirish kerak. Va undan so'ng u onaxonni, o'sha ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi, undan so'rash kerak. Burningiz to'sig'i qiyshiq ekan, opajon yoki akajon, burningiz to'sig'i qiyshiq ekan. Burun orqali nafas olishingiz qanday? Qanday siz burun orqali nafas olasiz? Holat qanday bo'ladi? O'zgarishlar qanday? Kechqurun xurrak otasizmi? Og'zingiz qurib turadimi? Tomog'ingiz og'rib turadimi ertalab uyg'ongan paytingizda? Shunaqa savollar beriladi. Ya'ni keyin ko'p, haddan ziyod ko'p gaymarit bilan, o'sha o'tkir rinosinusoidlar bilan kasallanasizmi? Tomog'ingiz ko'p og'riydimi? deb savollar berish kerak. To есть to'g'ri, gрамотный anamni yig'ish kerak va undan keyin agarda o'sha narsalarga hammasiga galочка qo'yibda, men shunaqa kasal, haqiqatda shunaqa narsalarim bor, biroq qarasam olmayman, xurrak otaman, shunaqa narsam bor degandan keyingina kardiolog uni qon bosimini tushirib bergandan keyin, u bizga davro bergandan keyin, ha, bemalol operatsiyaga olsalaring bo'ladi degandan keyingina biz olamiz. Qoida shunday. Demak, umumiy qilib xulosa qilsak, yana bir marta bu yerda birinchi o'rinda qon bosimini tushirish kerak va qon bosim nafaqat tushirish, balki o'zi unda ko'rsatma bormi degan savol tug'iladi. Chunki endi lorga borganda qanday ma'noda, masalan, endi burni qonyapti-ku, shuning uchun boryapti, lekin yerda burun qiyshiqligi haqida, boshqa narsa haqida gap yo'q edi. U borgandan keyin paydo bo'lyapti deymanda, u faqat shikoyatda shu qonni to'xtatib bering degan ma'noda boryapti.
keyin aytganingizdek demak ko'rish kerak, agar burunda masalan nafas olishda qiyinlik bo'lmasa, hech qanday muammo bo'lmasa, menimcha operatsiya qilinmaydi, to'g'rimi? Shunday. Konservativ davolanadi. Shunday, Agar shunday. ya'ni qon to'xtagandan baribir masalan davleniyasini tushirganimiz bilan u yerda qon tomirlar yorilib ketadi-da, o'zi shu haqda ozroq tushuncha berib ketaylik. Demak, qon bosimi ko'tarilganda mayda kapillyar qon tomirlar yorilib ketish hisobidan burunda ichida. Shuning uchun qon ketadi. Ya'ni xohlaymizmi yo'qmi, u joyda keyinchalik lor shifokori ham ko'rish kerak. Ya'ni obработка qilish kerak. Tomir yorilgandan keyin infeksiya tushishi mumkin yerda. Keyinchalik nima dedi, boshqa kasallikka o'tib ketmasligi uchun albatta lorda bir ma'lum bir muddat, masalan uchun 5 kun, 4 kun deylik davomida borib menimcha obработка qildirib davolanib turish kerak. Shunday. U narsa bo'lish kerak, обязательно. U endi u yog'i simptomatik davo, albatta uni simptomlaridan o'sha oldingi renoskopiyada burun ichini ko'rgan paytingizda u narsa kelib chiqilaveradi. Uni sababi, lekin asosiy sababi o'sha yuqori aytib o'tganimizdek qon bosimining ko'tarilgani va bu juda ham o'zi aslini olganda juda nozik masala. Biz buni periniya tamponada deymiz. Oldingi tamponada qilib o'sha burun butunlay yopib tashlaymiz. Burun orqali nafas olmaydi. Aynan o'sha qismdan qaysi burundan oqayotganiga bog'liq qonni. Agar ikkala burundan ham kelayotgan bo'lsa, ikkalasini ham tamponada qilib yopib tashlasak maqsadga muvofiq bo'ladi va o'sha paytida demak o'zgarishga qarab o'sha qon bosimining o'zgarishiga qarab, agarda u 190 200 bo'lsa, uni sekin tushirish uchun ham qanchadir vaqt kerak, to'g'rimi? Shunaqa. Masalan 1 oy vaqt kerakdir, misol uchun 2 oy vaqt kerakdir, 3 oy vaqt kerakdir kimlardadir. Bu o'zi shunga qaraladigan bir etap. Ya'ni lor o'zboshimchalik bilan o'sha sizda loringiz ham o'zi aslini olganda sizga yuborib kardiologni maslahatini olaman deb to'g'ri qilgan. Mana shu yerda kardiologni maslahatini olaman deb to'g'ri qilgan, lekin balki shu boya aytganimdek qaysidir etaplarga e'tibor bermagani uchun operatsiya qilaman keyinroq degan bo'lishi ham mumkin bemorga. Endi u yerda boya sizni lor dedingiz-ku. Yo, nima demoqchiman, u shunchaki to'g'ri kelib qolgan. U o'zi operatsiyaga ketayotgan bemor edi. Agar o'sha vaqtda operatsiyaga ketayotganmidi u? o'zi operatsiyaga ketayotgan bemor edi. U mana bunaqa joyi bor uni. Juda nozik masala ekan. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Qanday ma'noda? Hozir bemor yoshi nechida edi? Bir 25larda, taxminan 25 yosh atrofi, endi aniq esimda yo'q hozir. Shu 25-26 yoshmidi? Endi hozir gipertoniya masalasiga qaytamiz. Endi nima demoqchiman? Endi davom ettirib ketay gapni. Bu faqat shunchaki ikkiga tekshiruvdan o'tishga kelgan. Ya'ni ikkiga ko'rishimiz kerak edi. Ikkigini ko'rib baholashim kerak. Lekin ikkigini tekshirganda xronический surunkali agar gipertoniya kasalligiga chalingan bemorlar deb qaraydigan bo'lsa, ikkigida o'zgarishlari bor-da o'zini. Masalan uchun eng ko'p uchraydigani chap qorincha gipertrofiyasi. Endi chap qorincha gipertrofiyasi endi hozirgi kunda kardiologlar hamma kardiologlar hammasi emas deylik mayliga. Endi faqat kimdir yomonlashib qolishmasini. Hamma EKGga yo chap qorincha gipertrofiyasi yoki metabolik o'zgarishlar, xuddi boya surunkali pielonefrit bilan bir xil narsa demoqchiman. Lekin ushbu bemorda haqqoniy chap qorincha gipertrofiyasining belgilari bor edi. Keyin tabiiyki yosh bo'lgani uchun to'xtachi, keyinchi men o'tiring bir chota davleniyangizni o'lchab qo'yaydi dedimdagina davleniyasini o'lchadimda. Agar o'sha vaziyatda endi bilmadim. Masalan, davleniyasini o'lchamasdan faqat shu EKG xulosasini berib, shunaqa narsa bor ekan deb jo'natib yuborganimda endi balkim ishqib boshqacha balki vaziyat bo'larmidi. Agar o'sha lor yana o'zini qilgan xatosini qilib, ya'ni qanday ma'noda, misol uchun davleniyasi endi meni o'zimning fikrim bo'yicha burundan qon keldimi, birinchi o'rinda bir davleniyasini o'lchab qo'yish kerak. Qiyin emas, juda oson, chunki eng ko'p uchraydigan sababi boya o'zingiz aytganingizdek shu narsada. Shunday. Shuni qilmasdan operatsiyani stolga olganda balkim endi bir uni qilishmasu, hozir bilasiz, juda ko'p holat bo'lyapti. Masalan, internet tarmoqlarida ham ko'ramiz, lor shifokoridan shunaqa letal holatlar kuzatilyapti. Bittaga balki ko'payarmidi deb o'ylab qolaman. Albatta yaxshilikka bo'ldi, oldi olindi. Endi hozir bemorning ahvoli yaxshi, aytgandek, operatsiya qilmadik, aniqroq ruxsat bermadim. U lor doktoriga ham boshqa bormadi. Boshqa lor doktori bilan tamponada qildirdik.
hozirgi kunda qon bosimini kontrol qilyapmiz, yaxshi. Xullas, nima desak, burni ham qonamayapti. Eng qizig'i. Operatsiya qildirmasa ham dedi-ku. Shunaqa joylari bor-da, bizning sohada ham endi nafaqat bizda, endi umumiy shifokorlarda dedi-ku. Bu bilan nima demoqchi edik? Kuzatuvchilar, nafaqat bemorlar, agar mabodo studentlar kuzatayotgan bo'lishi mumkin, misol uchun, shifokorlarga to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'sha vaziyatda, demak, shoshma-shosharlik qilmaslik kerak. U nafaqat burunda qon ketishi, balki har qanday kasallikda. Avval o'tiring, bemalol anamnez yig'ing, ya'ni shikoyatini so'rash kerak. Masalan uchun bilasiz, qachondan beri bezovta qilyapti, qanday, qanaqa vaqtda deganday, subyektiv, obyektiv deymiz-ku, endi tekshiruvlarimiz bor, shifokorlar o'zi biladi. O'tkazib, to'liq va eng asosiysi tashxis qo'yish kerak-da. Mana tashxis qo'ymay davolaydigan holatlar ham bor-da. Masalan, kuchukol qilamiz, qon ko'paytirgich qilamiz dedi. Nima tashxis desangiz, kuchi kamda dedi. Unaqa kasallik yo'q-ku, lekin siz bilan biz masalan endi bilamiz, unaqa kasallik yo'q-da aslida. Shunga avval birinchi o'rinda demak tashxis qo'yishimiz kerak deyman-da. Shunday ma'noda tashxis qo'yilib, keyin davolasa osonroq va to'g'ri bo'ladi degan tushuncha qilsak bo'ladi, dedi-ku. Shunday ma'noda. Endi mana gipertoniya haqida boya endi gap boshladik. Bugunda o'zim ham ozroq bir ma'lumot berib ketmoqchiman. Shu o'rinda o'zi gipertoniya kasalligi nima va qachon, qanaqa holatda davolash kerak yoki qanaqa holatda misol uchun teginmasa ham bo'ladi. Endi men o'zimni deylik har kuni endi bemorlar bilan ishlaymiz va asosiy yarmini desak ham bo'ladi o'sha gipertoniya kasalligi. Endi eng ko'p uchraydigani ham keladi. Avval gipertoniya tashxisini qo'yib olishimiz kerak-da. Hozir aytganim, rostdan ham bu bemorda gipertoniya kasalligimi yoki boshqa narsami? Gipertoniya deganda, oddiy qilib aytganda, qon bosimini ko'tarilishi. Siz bilasiz, deylik, normada hozirgi kunda tendensiya shunaqaki, hozirgi kunda emas, o'zi asli oldindan shunday bo'lgan. Faqat bizning shifokorlarimiz ba'zi holatlarda e'tibor berishmaydi. 120 ga 80. Ya'ni har qanday 18 yosh va undan yuqori bo'lgan insonda, masalan, men har doim bemorlarimga aytaman, deylik vesi, ya'ni tana vazni 200 kilolik insonlar bor-da. Ular uchun ham 120 ga 80 bu dunyo standarti. Masalan, nima uchun bu narsani aytyapman? Ya'ni ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlarni bemorlar keladi, deylik 90 kilo, 100 kilo, 150 kilolik bemorlar bor. O'lchasangiz 160 da, endi o'rtacha eng ko'p uchraydigan holat 150 ga 100, 140 ga 90 shu atrofda chiqadi va so'rasangiz emas bitta narsa deydi-da, endi eshitgansan, bu meni рабочий давлением dedi. Kim aytdi sizga desam, falon kishi aytdi. Yo, men o'zi shunaqami? Men kattaman-da dedi, рабочий давлением shunaqa dedi. Aslida demak, рабочий давление degan tushuncha yo'q. Shu o'rinda aytmoqchiman, yana bir marta takrorlayman, hammaga 120 ga 80. Demak, endi masalan shunday holatni tasavvur qilaylik, qon bosimi 140 ga 90 bo'ldi. Xo'sh, bizlar bu yerda gipertoniya kasalligi deb ayta olamizmi, yo'qmi degan savol tug'iladi-da o'z-o'zidan. Fiziologik bo'lishi ham mumkin, ya'ni normada ham ko'tarilishi mumkin. Masalan, ikkalamiz ham o'tiribmiz, bir 20 ta 30 tadan menimcha endi bizda ham yoshimiz ancha o'zgaryapti dedik, o'tirib tursak bizniki ham 150 ga 100 bo'ladi. Lekin bu kasallik degani emas-da. Demak, asab qilganda, misol uchun qattiq stressda boya как раз o'sha ayol kishini aytganingizdek, stress qilganda, jismoniy mashq qilganda, agar yoki ko'pincha yana shunaqa holat bo'ladi, biron joyda kuchli og'riq bo'lsa. Deylik, masalan, qo'li sinishi mumkin, aytib bo'lmaydi. Masalan, shunaqa holatlar kuchli og'riq hisobidan qon bosimi o'sha vaqtda 140 ga 90 masalan, endi birinchi darajali degan ma'noda aytyapman, atrofida ko'tarilsa, bu gipertoniya kasalligi emas. Demak, qo'rqish kerak emas. Og'riq bo'ladigan bo'lsa, og'riq qoldiruvchi qilish kerak, davleniya joyiga tushadi. Agar stress bo'lsa, tinchlantiruvchi, misol uchun bironta tabiiy choylar bor. Misol uchun yaxshi ta'sir qiladigan tabiiy choylar ham bor o'zi aslida. Ichib, tinchlanib oladigan bo'lsa, davleniya tushadi. Demak, asosiy maqsad shuki, aytmoqchi bo'lganim, gipertoniya kasalligi bu surunkali kasallik bo'lib, qon bosimining doimiy tartibda ortishi desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni besabab. Hozir mana shu aytayotgan o'sha 150 kilolik erkak 140 ga 90 davleniya bilan yursa, uni kelajagi nima bo'ladi?
Endi albatta yaxshi bo'lmaydi. Masalan 5 yildan keyin u bemor bilan nima bo'lishi mumkin? 10 yildan keyin nima bo'lishi mumkin? 15 yildan keyin nima bo'lishi mumkin? Bu juda ham to'g'ri savol. O'zi bizlar masalan men shaxsan Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasining boya o'zingiz aytgandek avtoritar jurnallari bor dedingiz-ku, avtoritar deyman. Shunaqa jurnallariga a'zo bo'lganman, o'qib boraman, kuzatib qanaqa yangiliklar chiqyapti, nima bo'lyapti. Butun dunyoda shunaqa shkala bor. Score deyiladi. Score inglizchasiga yoziladi. Xuddan o'qib, shuni ikkinchi shkalasi chiqqan. Bu nima degani? Yaqin deylik 40 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlarni o'z ichiga oladi bu shkala. Bu oddiy qilib aytsam, bir jadval. O'sha jadvalga qarab, misol uchun insonning yoshini qo'yasiz, yashayotgan joyini qo'yasiz, tana vaznini misol tariqasida qo'yib, 10 yil ichida o'sha insonda yurak qon tomir tizimi bilan bog'liq qanaqadir asorat beradimi, yo'qmi degan savolga javob beradi. Oddiy qilib aytsam, mana hozir 5 yildan keyin nima bo'ladi degan ma'noda. O'zi ortiqcha vazn, o'zi bu yurak qon tomir tizimida muammo uchraydi. Endi muammo deganda endi hamma biladi, hamma eshitgan va albatta insult bilan infarkt. Xo'p, 140 ga 90 bo'lgan davleniya. 150 kiloli erkak, yoshi 40 yoshlarda deylik. 5 yildan keyin infarkt olishi mumkin. Shunaqa? Mumkin, shunaqa. 5 yilga bormasligi ham mumkin. Endi bu yerda bitta faktor misol uchun hozir endi ko'pchilik bu ana qilishi mumkin. Bu siz nimaga asoslanib aytyapsiz? Nimaga deysiz? Mana bu narsani tushuntirib berish kerak. Mana deylik 120 ga 80 va deylik 70 kiloli insonni oldik. Yoshi ikkalasi ham bir xil. Siz aytgandek ortiqcha vaznga ega, davleniyasi bor insonni qaraydigan bo'lsak, mana bu insonda insult yoki infarkt bo'lmasligi o'ta past xavf. Qanday ma'noda? Deylik 1%, 5%, uzoq bilan 5% gacha. Bu degani 95% holatda hech qanday muammo bo'lmaydi degani. Bu hozirgi aytadigan insonimizda o'zi 20-30%. Agar vesini 150 deb qaraydigan bo'lsak, o'zi xavf-xatar guruhiga qaraydigan bo'lsak, o'sha shkala bo'yicha 30% dan ortiq baholanadi. 30% dan ortiq baholandimi, demak, katta ehtimol bilan 5 yil bo'lmasa ham 10 yilda ichida yoki insult yoki infarkt bo'ladi. Pashti 99-100% desak ham bo'ladi. Chunki u o'sha qon bosimi unga qanaqadir diskomfort olib keladimi, yo'qmi? 140 ga 90. Yo'q, afsuski shunday holatlar bor. Endi qanday ma'noda? Hatto 200-240 ga chiqadigan bemorlar bor. Vesi normalniy bo'lsa ham, ya'ni ortiqcha vaznga ega emas, lekin o'zi bilmaydi. Qon bosimi o'lchaymiz, keladi. Misol uchun yaqinda ham bitta shunaqa vaziyat bo'ldi. Kichkinaginada bir 50-55 kiloli bir onaxonni ko'ryapman, qarayapman. 220 ga 140-130 chiqyapti-da. Qandaysiz desam, yaxshiman bolam deyapti. Men yaxshiman deyapti. Ozroq davleniyingiz bor, endi juda baland demayapman, endi boshlang'ich shu bemorni nima deydi, birdan qo'rqitib qo'ymaslik kerak degandek. Shunaqa baland darajada chiqyapti desam, yo'q, men yaxshiman, hech qanday narsani sezmayapman dedi. Uni qon bosimini sekin-sekin pasaytirsa, o'sha hech narsa sezmayotgandek holatga tushadimi yoki qandaydir o'zini yomon his qilish boshlaydimi? Bu ham shunaqa joyi bor, qarang. Deylik, gipertoniyada boya aytganimizda kimdir sezadi, kimdir 140 ga chiqsa o'zi boshda og'riq bo'ladi, ko'ngil aynish bo'ladi, holsizlik bo'ladi, o'zi birdan biladi. Shunaqa insonlar ham bor. Lekin ko'pchilik, yana bir marta aytaman, ko'pchilik 10 tadan 7 tasi o'zi asla sezmaydi. Faqat mana bu qon bosimini sezadigan insonlar kam sezmaydigandan. Endi o'sha sezmaydigan inson keldi, deylik, masalan 200 demoqchi, to'g'rimi? 210 dan ortiq davleniyada. 200 emas, o'sha 150 kiloli aka 140 ga 90 davleniyasi. Sezmayapti. Normalni yuribman deyapti. 120 ga 80 ga tushirmoqchisiz uni davleniyasini. Tushirib berdingiz ham. U o'zgarish sezadimi, o'zgarish sezmaydi. O'sha 140 ga 90 da normalni yuradimi yoki o'zini bir holsiz, lanj, uyqusi kelayotgandek yoki tez nafas olishi, anosi kuchayib ketadimi demoqchiman. Yo'q, bu yerda agar 140 ga 90, 150 ga 90 atrofida, ya'ni birlamchi darajada bo'ladigan bo'lsa, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Qanday ma'noda? O'zi shunaqasi hech narsa bezovta qilmayapti-ku. Keyinchalik o'zini yaxshi his qilishni boshlaydi, 1 oy o'tadi, 2 oy o'tadi, 6 oy o'tadi, o'zi sezadi. Bir kunda bo'ladigan rezultat emas, unga uzoq vaqt kerak bo'ladi. Lekin bosh aylanish va aytganingizdek ko'ngil holsizlik unaqa narsa bo'lmaydi. 120 ga 80 tushsa. Shunday. Endi kimda shunday bo'lishi mumkin? Bu savolga ham javob bermoqchi edim. Boya aytganimdek 210 dan ortiq.
ancha vaqtdan beri yuribdi. O'zi bilmaydi yoki bilsa ham dorisini ichmaydi, har zamonda ichadi, xohlasa ichadi, xohlasa ichmaydi yoki shunaqa bemorlar bor, prosta boshi og'risa davleniya dori ichadi. Shu davleniyam chiqib ketadi. O'lchadingizmi? Yo'q dedi, shunda ichdim dedi. Agar shunaqa bemorlar bo'ladigan bo'lsa, birdan tushirishni tavsiya qilmayman va men shaxsan o'zim shuni ishlashda jarayonimda deylik, birdan tushirmayman. Tushirishim mumkin. O'sha vaqt o'zi 1 soat ichida 120-80 qilishimiz mumkin. Qiyin narsa emas. Lekin agar birdaniga shu narsani qilsak, birinchidan xato bo'ladi. Ko'pchilik holatda o'sha siz aytgandek holsizlik, bosh aylanish, ko'ngillanish, qayt qilish, ya'ni bemor oddiy bo'lsa yotib qoladi, yurolmay qoladi. Даже shunday holatlar bo'lgan, keyinchalik menga kelib qolgan o'sha bemorlar shu 200 dan ziyodda birdan tushirishda oqibatda oyoq qo'li ishlamay qolib, kakbi insultday bo'lib, holsiz bo'lib kelgan, asta-sekinlik bilan tushirganmiz. Qarab vaziyatga. Eng yomon joyi bor. Agar mana aytdimki, xuddi insultdagidek bo'lib ko'pchilik holatda shunday bo'ladi, 10 tadan 9 tasi holsiz bo'lib qoladi birdan. Lekin 10 tadan bittasi insult bo'ladi. Shu narsani ham chiqarmas kerak. Ishemik tipdagi insult deyiladi. Ishemiyani bilasiz. Qon bosim yuqori turibdi-ku, yuqori qon davleniyada hamma joyga yetib boryapti. Tomirlar tonusi baland. Reski qon bosimini tushirish orqali qon tomirlar kengayib ketadi-dagina qon miyaga boruvchi qon birdan to'xtaydi-da. Xuddi tromb tiqilib qolganday bo'ladi-dagina, bu yerda o'zi ishemik insult bo'ladi. Endi insult asoratlarini menimcha hamma biladi, ya'ni. Qo'l ishlamay qolishi mumkin va eng yomoni o'limga ham olib kelishi mumkin. Oddiy qilib aytsam. Shunda. Demak, bunaqa bemorlar agarda o'sha рабочий давленияsi o'sha hamma biladigan aytadigan bo'lsak, рабочий давление demak 140-90 yoki 160-80 da yuraman. Men 120-80 ga tushsam normalni o'zimni his qilmayman deb o'ylayotganlar bular 100% xato o'ylayapti. Shunaqa. Demak, ular davleniyasini sekin-asta tushirish kerak. Yo'q, agar birlamchi boya aytganimdek shu 140 ga 90 bo'lsa, bu yerda sal birdaniga masalan birdan deganda mana momentalni endi 1 minutda emas, endi masalan 1 hafta, 5 kun davomida demoqchiman, tushirib borsa, boshida ozroq diskomfort bo'lishi mumkin. Imенно diskomfort, ya'ni qanday ma'noda u yerda ko'proq psixologik faktor rol o'ynaydi. Ko'p e'tibor berganman. Da shunday holat bo'lgan. Masalan, o'zim ko'p tekshirib ko'raman-da, endi bemorlarda ko'ramiz. Davleniya 120 ga 80. Keyin shunday dedi, men dedi holsizlikda sezyapman, doktor boshim aylanyapti dedi. Keyin bir o'zroqda vaqtda dorini to'xtataman-da, endi qani bir to'xtatib ko'raylikchi deyman. O'zi aslida qilish mumkin emas. Endi bir to'xtatib, shutob bemorning o'ziga psixologik ta'sir qilayotganini tushuntirish uchun 150 ga yana qaytadi. 150 ga 90 yoki 40 farqi yo'q. O'sha darajaga qaytgandan keyin keladi-ku, endi aytaman-da, davleningiz 110 ga 70 ekan, yo 120 ga 80 ekan deyman. Aslida unday emas. Boya bemor aytadi, "Ha, hali ham boshim aylanyapti, diskomfort" dedi. O'zi shundan bilsak bo'ladiki, ya'ni u aloqasi yo'q o'zi aslida. Bu yerda immunnoy bu o'zi o'rganib qolgan. Chunki unga ko'pincha endi yosh katta shifokorlar ochig'i, ularda tizimda shunday bo'lgan, oldingi zamonda endi bu yerda shifokorlarning ham aybi yo'q o'zi aslida. Oldin shunday bo'lgan, tizim shunday bo'lgan. Ya'ni davleniya aytilgan 150 ga 100, 70 ga kirding. Masalan 85 kilo, 90 kilolik ayol kishi bo'ldi. Bu sening uchun рабочий давление deyilgan, o'sha narsa qolib ketgan. Bular ham baribir masalan yosh bo'lgan taqdirda ham shu ota-onasidan eshitadi-da o'sha narsani. Eshitgandan keyin aytadi, davleniyam tushib ketsa mazam qochib qoladi degan o'y xayol bo'ladi. Ko'pchilik holatda to'g'ri, bitta ikkita bemorda rostdan ham ozroq diskomfort bo'lishi mumkin, lekin bu kritichni emas. Faqat foydaga ishlaydi. Xo'p, mana deylik, biz demak 140 ga 90 bo'lgan akani davolash boshladik. O'sha oraliqda, misol uchun, bir hafta ichida davoladikdagi yetarlicha davolay olmadik va natijada infarkt yuzaga keldi o'sha bemorda. Infarkt yuzaga kelgandan keyin o'sha oraliqda nima qilishimiz kerak biz? Infarkt yuzaga keldi, masalan, o'sha 140 ga 90 ga yangi ostriy demoqchisiz-da, to'g'rimi? Ostriy infarkt yuzaga keldi. Ostriy infarkt hozir sizning aytishingiz bo'yicha buni o'ylab qarasak, boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bemorni sizning aytishingiz bo'yicha agar buni o'ylab qaraydigan bo'lsak, bemorni demak boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, o'ylasan. Mana shu davleniya bilan o'lasan demoqchi-da, tushunyapsizmi? Shunga olib boryapsiz. O'lasan, shunaqa holatga kelasan, bu yaxshi emas, oxir oqibatda infarkt olasan, infarkt olgandan keyin endi bizda aholimiz
shundan keyin xalqim shunday o'ylaydi, infarkt oldi, bo'ldi, все уже. Hayot tamom deysiz. Hayot tamom bo'ldi yoki shunday holatlar bo'ladi. 3 oylik, 6 oylik infarkt, unga stent qo'yish kerak. Hozir juda bir rano bo'lib ketdi, nima tendensiya bo'lib ketdi, juda ham bunday o'ylab qarasak juda ham ko'p stent, hamma joyda stent. Xo'p, bemorimiz 140 ga 90 davleniya keldi. Kelgandan keyin infarkt oldi. Infarkt olgandan keyin nima qilamiz? Unga stent qo'yamizmi? Uni yoki davleniyasini yana normaga tushiramizmi? Biz bu yerda davleniyani normaga tushirganimiz uchun xato qildikmi yoki o'zini рабочий davleniyasi yuradimi? Nima, qanaqangi o'zgarishlar bo'ladi? Demak, boshidan boshlasak, deylik, bir hafta 10 kundan keyin agar infarkt bo'lgan bo'lsa, demak, bu yerda taktika boshidan noto'g'ri bo'lgan. Ya'ni qanday ma'noda? Demak, davo noto'g'ri ketgan bu yerda. Agar davo to'g'ri bo'lganda hech qachon unaqa holat kelmasdi. Xo'p. Bu yerda masalan, ikkita tomon ham aybdor bo'lishi mumkin. Ya'ni shifokor masalan noto'g'ri taktika qilgan bo'lishi mumkin, yoki bemorning o'zi. Masalan, ko'p holatlarda endi yana baribir endi bemorlar yomonlashmasu, dorisini ichmay qo'yadi vaqtida. Masalan, yaxshi bo'lib qoladi. O'zingiz ham bilasiz, men yaxshiman-ku dedi, bo'ldi, to'xtatib qo'yadi. Shunaqa vaziyat bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zi aslida sabab ko'p, lekin deylik, mana shunaqa holat yuz berdi. Endi nima bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, infarkt bo'ldi. Birinchi o'rinda oltin qoidasi bor, zolotoy standart deymiz. Masalan, Yevropanikini yana aytganimdek qaraydigan bo'lsak, bu yerda koronagrafiya qilish muhim. Xo'p. Erta koronagrafiya, ya'ni 3 soat va 6 soat. Eng kechi bilan siz bilan 12 soat vaqtimiz bor o'sha infarkt bo'lgan insonga yordam berish uchun. Ya'ni qanday ma'noda yuqori texnologik desak to'g'ri bo'ladi. Bu o'ta zamonaviy yordam berishimiz uchun 12 soat. 12 soat ham o'zi aslida kech. Bunda nima qilinadi? Deylik, bemorda bir soat oldin o'sha simptomlar boshlandi, ya'ni yurakda juda ham kuchli og'riq, sovuq ter chiqadi, o'lim xavfi, o'zi infarktimday boshqa kasallik bilan aniqlash qiyin aslida. Masalan, bir marta ko'rgan inson o'zi katta ehtimol bilan o'zi yo'q, даже deylik shifokor emas, boshqa odam bunday qarab o'zi bu infarktga o'xshayapti degan xayolga keladi demoqchiman. Shuning uchun endi atipik shakldan tashqari. Bu yerda shunaqa, bu yerda ko'radigan bo'lsa, demak, infarkt deb podozreniya qilindi. Bu yerda birinchi o'rinda EKG qilinadi aytganday, o'sha narsa esdan chiqibdi. EKGda o'ziga xos o'zgarishlar bor. Endi buni shifokorlar tushunadi. Masalan, S segmentida o'zgarishlar va hokazo. Endi asosan biz asosan endi bemorlarga yoki obunachilarga, kuzatuvchilarga bo'lgan uchun EKG qilindi, infarktga podozreniya qilindi. O'zi EKG bilan ham 100% infarkt deb qo'yishni o'zi ham noto'g'ri o'zi aslida, chunki boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. Keyin qiladigan ishimiz, agar endi joylashgan joyiga qaraymiz bemor. Ya'ni koronagrafiya apparati bu yurak qon tomirini tekshirish o'tkazuvchanligini. Ya'ni ikkita asosiy arteriyasi bor. Endi o'zini qo'shimcha nomlari bor. O'zi haqida gapiryapsiz hozir. O'zini yurakni shu asosiy arteriyasi haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha arteriyani, ya'ni o'tkazuvchanligini ko'rib beradi. O'zi infarkt nima uchun bo'ldi? O'sha arteriyaga qon bormay qoldi. To'satdan qon bormay qoldi, yopilib qoldi va natijada infarkt bo'ldi. O'sha narsani o'tkazuvchanlik darajasini ko'rib berish koronagrafiya deyiladi, oddiy qilib aytsak. Agar imkoniyat bo'lsa va joylashgan manzil ham katta rol o'ynaydi deganim, agar masalan uzoq joyda joylashgan bo'lsa, chekkada bo'ladigan bo'lsa, endi albatta misol uchun qilishni iloji bo'lmasligi ham mumkin. Lekin hozir shuni aytmoqchi edim, bitta plyus taraflardan bittasi, O'zbekistonda deyarli hamma joyda, viloyat markazida maxsus kardiologiya bolnitsalar deymiz, oddiy qilib aytganda, bitta emas, bir nechtadan angiografiya apparatida qilinadi. Angiografiya apparati olib kelingan va 24 ga 7 ishlaydi. Oddiy qilib aytsam, har qanday viloyatni chekka joyidan ham o'sha markazga olib kelib, chunki 6 soatda yetib kela oladi. Va eng zolotoy standart 3-6 soatda o'sha vaqt oralig'ida olib kelib, keyin tomirlarni ko'rish kerak. Tomirlarni ko'rgandan keyin agar yopiq bo'lsa va qanaqa tomirda joylashganiga ham qaraydi va stenoz deymiz fan tilida, ya'ni yopiqligi. Misol uchun mana bunday kichkina deganday o'sha yopiqlik darajasiga qarab bu yerda stent qo'yish masalasi yoki ochiq operatsiya ham bo'lishi mumkin. Aorta koronar shuntlanish deyiladi bu yerda. Oddiy qilib aytgan tomirlash, endi baya insonlarga tushunarli bo'lish uchun, masalan, oyog'idan, qo'lidan tomir olinadidan yuragiga spayka qilib qo'yadi desak to'g'ri bo'ladi. Endi mana shunaqa bo'ldi. Bu birinchisi. Va infarkt bo'lganda eng to'g'ri yo'l shu. Agar 3 soatdan 6 soatgacha yordam qila olib, deylik, masalan, bitta tomirda o'zgarish chiqdi, stent qo'yishni iloji yo'q, o'sha 3 soat oralig'ida qo'ysa, tabriklaymiz, o'sha inson infarkt bo'lmadi.
Mana shu joyga e'tibor berdingizmi? Boshida aytdim, infarkt bo'ldi dedim. 3 soat ichida infarkt bo'lmadi deyapman. Negaki infarkt deb bu окончательный diagnoz nekrozga uchragandan keyingina o'sha to'qima o'lgandan keyin infarkt deyiladi. Agar 3 soatdan 6 soatgacha bo'lgan oraliqda stent qo'yib, tomirda o'tkazuvchanligini ocha olsak, o'sha vaqtda qon bilan ta'minlanish tiklansa, demak o'sha inson infarkt bo'lmadi desak, bemalol aytsak bo'ladi. Va bu keyinchalik infarkt asorati, misol uchun nogironlikka olib kelishi mumkin, ishga yaramay qoladi, hansirab, charchab. O'sha narsalar to'liq to'xtadi desak bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda eng katta dushman vaqt desak to'g'ri bo'ladi. Demak, biz bundan xulosa qilamizki, agarda insonni davleniyasi 140 ga 90 bo'lsa, u oldindan o'sha tekshiruvlar o'tish kerak, shunaqami? Qaysi tekshiruvlar deyapsiz? Ikkigimi yo? Koronagrafiya demoqchimiz. Yo'q. Koronagrafiyalar o'tish kerak, shunaqami? Bu yerda bunaqa Bo'lmasligi uchun. Yo'q, unday qilish ham noto'g'ri. Bu maloinvazivnaya protsedura deyiladi-da. Endi ruschasiga aytadigan bo'lsak, ya'ni kichik nima desam, invaziv tekshirish usuli. Xo'p. Bu koronagrafiyani ham o'ziga yarasha ziyoni bor. Bunaqa joylari ham bor. Juda kam uchraydi, juda kam uchraydi, lekin baribir bu yurakda bo'ladigan kichikgina operatsiya o'zi aslida. Ya'ni bu shunchaki bordingiz, bunday 5 minutda bo'ladigan ish emas. Bu yerda maxsus o'qitilgan endovaskularniy xirurglar bor, kardioxirurglar bor. Masalan, ko'pchiligi hozirgi kunda chetda o'qib kelishyapti, ki bu yerda davom ettiryapti ishini. Aytmoqchi bo'lganim, koronagrafiya hamma qilinmaydi. Bu shunchaki bor profilaktika sifatida, misol uchun siz deylik erta 40 ga kirganingizdan keyin men koronagrafiya qildiraman deb qildirish noto'g'ri bo'ladi. Chunki u yerda o'zini yod bilan aralashgan moddasi bor, izotoplardan foydalanadi, ya'ni ximiyadan xabaringiz bor. Qanday ma'noda maxsus modda yuboriladi tomirni rangini bo'yash uchun. O'sha moddaga kimdadir allergiya bo'lishi mumkin. O'sha modda agar buyraklar yaxshi ishlamaydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, deylik u bilmasligi mumkin. U faqat yuragini tekshirtirgan bordi, lekin u yerda albatta tekshiriladi undan oldin, lekin aytayotgan buyrakdan chiqishda qiyinliklar bo'ladi. Operatsiya davomida qon yo'qotish bo'ladi. Chunki koronagrafiya arteriya tomirdan qilinadi, ko'pincha bilak yoki son arteriyasidan. Arteriya kesilsa bilasiz, ko'p qon yo'qotiladi. U venadan emas, venani bosib tursangiz qon to'xtaydi bilasiz. U unaqa emas bu yerda. Shuning uchun ham masalan 40 yoshli inson qon bosimi ko'tarilgan bo'lsa, unga koronagrafiya qilishni men tavsiya qilmayman. Xo'p, demak biz o'sha 40 yashar, 150 kilolik, 140 ga 90 bo'lgan, davleniyasi yuqori shunaqa darajada bo'lgan insonni infarkt bo'lmasligini oldini olishimiz uchun nima qilishimiz kerak? O'sha odam nima qilish kerak? U koronagrafiya qildirib bo'lmas ekan, o'zini qon tomirini demak tekshirtirib bo'lmas ekan. O'sha aytganingizdek, agarda qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, judayam zarur bo'lsagina qildirish kerak ekan. Unaqa holatda nima qilish kerak? Mana o'sha bemor vesi baland, 150 kilo, 140 ga 90 davleniyasi, рабочий davleniyam meni deb yuribdi. Lekin prognoz 10 kundan keyin infarkt oladi. Tushundim savolingizni. Misol uchun davleniyasi chiqyapti. Birinchi o'rinda davleniyasini kontrol qilishimiz kerak. Keyin endi faqat davleniyasini bo'yicha qaramaymiz-ku, uni EKG tekshiruvdan o'tkazamiz. EKGda qanaqadir o'zgarish bo'lsa, albatta UZI qildiramiz. UZIda echoKG deymiz. Yurakda o'zida misol uchun o'zining belgilari bor. Ishemiya, ya'ni qon aylanishi buzilgan bo'lsa yurakda, o'sha belgilarga qarab, masalan, gipokinez degan tushuncha bor. Ya'ni diyorlarining o'tkazuvchanlik buzilishi hisobidan yaxshi qisqarmaydi yurakda. O'sha yaxshi qisqarmaydigan joyini qaraydigan bo'lsak, undan keyin stress echo bor. Ya'ni stress echo degani nima degani? Nagruzka bilan tekshiramiz va yana aytib o'tib ketish kerakki, koronagrafiyadan bitta oldin va ishemiyani, ya'ni yurak tomirida o'zgarish borligini bilish mumkin bo'lgan yana bitta usul bu stress echoKG. Ya'ni yurakni o'zisi stress deganda bu yerda nervist qildirib nima deydi, asabini buzib emas, jismoniy mashg'ulot vaqtida misol uchun oddiy qilib ayting, ko'rgansizlar, velikcha berib qo'yadi, velik haydash kerak deydi. Shunaqa.
o'shanaqa qilib nagruzka qildiratdan ko'riladi. O'sha nagruzka vaqtida agar ishemiya zonasi bo'lsa yurakda, boya gipokinez dedim-ku, o'sha joy kengayadi. Ya'ni qisqaruvchanlik buzilgan joyi, mana ishlamayotgan joyi kattaroq bo'lsa, ha, demak bu yerda o'zgarish bor ekan deb. Demak, shundan keyin koronagrafiya qilish to'g'ri bo'ladi. Demak, bu bo'yicha tushuncham bo'yicha, demak, o'sha koronografiyagacha, ya'ni infarktni bosqichlari bor o'zini. Oldini olish mumkin. Shunaqa. Ya'ni koronagrafiyaga hammani birdan kirgizib yormaymiz. Ungacha oddiydan boshlab murakkabga qarab borgandek, bizda ham eng oddiy usuldan boshlaymiz va shunga qarab koronagrafiya kerak yoki kerak emas. Juda yaxshi ma'lumot, sababi hozir o'sha profilaktiskiy koronagrafiyalar juda ko'p va o'zimni bilishim bo'yicha, masalan, bizning tomonda ham, ya'ni bizni o'sha tanish qishloqlarda ham tumanga boradi, koronagrafiya qiladi, 60 ta oshganlarni va mazasi qochib qolyapti ular. O'sha dorini yuborgan hisobiga yomon mazasi qochib qolyapti va buni koronografiyani qilishdan oldin, demak, unga ko'rsatma borligini juda yaxshi tushuntirdik. Sababi bu juda nozik masala. Butun o'sha viloyatlarni chekka-chekka qishloqlaridagi profilaktika nuqtai nazaridan qilinish kerak bo'lgan joyda o'sha bemor, yosh katta odam va u 3 kunlab, 4 kunlab yotib qoladi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Bu juda nozik narsa. Hatto o'lim bilan kuzatilgan holatlar ham bo'lgan. Ya'ni o'sha koronagrafiyadan keyin endi bu juda kam uchraydi. Yana koronagrafiya qilish kerak emas deb tushuncha bo'lmasligi kerak bu yerda. Koronagrafiya juda ham ajoyib tekshiruv usuli. Bu oltin qoidasi yurakni o'sha infarkt vaqtida ishemiya bor yoki yo'qligini eng to'g'ri va tez aytib beradigan narsa bu koronagrafiya. Endi baribir nojo'ya ta'siri haqida endi aytish kerak, lekin juda kam uchraydi aslida. Bu har 10 mingta nojo'ya ta'sirdan, bu 10 mingta sog'lom insonda emas, 10 mingta insonga nojo'ya ta'sir qilsa, taxminan shunda bittasida, ya'ni o'limda aytmoqchiman men, shunaqa holat kuzatilishi mumkin. Shuning uchun ham baribir bizning endi maqsadimiz bemorlarga foyda berish-ku. Shunday ma'noda albatta bosqichma-bosqich bo'lish kerak. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri eshikdan kirib kelgan bemorni, misol uchun qansirayapman, doktor, yuragimda og'riq bor ekan desa, srazu koronagrafiya jo'natib yubormaymiz. O'sha kvalifitsirованный qilinib kelish kerak va o'sha yoshing yetib ketdi, misol uchun 70 ga kirding, sen zona riskga kirasan, davay koronagrafiya qilaylik degan narsa. Yo'q. Bu yerda koronografiyani o'zini ko'rsatmalari faqat shu ishemiya bor yoki yo'qligini aniqlash va yoshdan qat'iy nazar. Bu yerda 50 ga kirgan insonga kerak, 30 ga kirganga kerak emas, chunki degan gap yo'q. Misol uchun infarkt ham yosharib ketmoqda. Masalan, o'zimda bemorlarim bor, 29 yoshda infarkt olgan bemorlarim bor. 29, 31, 32 o'rtacha siz bilan biz qatori desak qandaydir ma'noda to'g'ri bo'ladi. Aytayotganim, o'shalarga masalan koronagrafiya qildirganmiz, stent qo'ydirganmiz yuragiga, lekin aytayotganim u hamma qilish kerak emas. Demak, bemor misol uchun kardiolog vrach oldiga kelyapti, kardiolog vrach uni ko'ryapti, ko'rgandan keyin agarda koronagrafiya qildirmasang o'lasan desa, u gapga qo'shilmasdan o'sha koronagrafiya qilmaslikka harakat qilish kerak. Shunaqami? Yo'q, u qarang. Bu hozir ikkita narsa bo'lib qolyapti-da bu yerda. Endi rostdan ham shunaqa boya aytdim-ku, lor haqida tendensiya operatsiyalarda deganda bizda kardiologlarda ham afsuski shunaqa holatlar uchrayapti. Va aytganingizdek, masalan, bosqichma-bosqich qilinmayapti-dagini borgandan nimagadir endi nimagaligini taxminan tushunaman-ku, lekin mayli u haqida gaplashmaylik. Koronagrafiya qilish kerak, qilmasang o'lib qolasan deb qo'rqitish holati rostdan ham bo'lyapti. Masalan, menga bemorlar keladi, endi boshqa joydan keladi. Asosan kelganda doktor dedi, shunaqa narsa dedi, shunaqa qilmasam o'lib qolasan deb aytayapti. Endi u qistovda, u majburlovda, u unday qilmaslik kerak. Bemorga agar to'g'ri tushuntirib bersangiz, boya aytgandek, avval dastlabki bosqichdan borish kerak. Endi ular ham masalan unaqa gapni aytadigan ham ko'p e'tibor beraman, 70% to'g'ri aytiladi, koronagrafiya qilish kerak bo'ladi, lekin bir 10% yoki 5% deylik, 70 emas, o'zi ko'pchilik holatda to'g'ri, faqat 5-10% holatda kerak emas insonlarga ham tavsiya qilinyapti. Lekin faqat tanlov berish kerak-da. Men shunaqa tarafdoriman. Masalan, bemorlarga har doim aytaman, koronagrafiya kerak yoki yurakda ochiq operatsiya farqi yo'q. Masalan, yurak bilan bog'liq har qanday holatda siz bilan bizni qiladigan ishimiz bu tavsiya berish. Birinchi o'rinda. O'sha vaziyatda bemorga men har doim tanlov beraman.
chunki shu narsani tushunish kerak, koronagrafiya qilinib deylik, stent qo'yildi, stent qo'yilgandan keyin bemor umrbod dori vositasini ichadi. To'xtamaydi. Umrbod kamida 2 ta, 3 ta, vaziyatga qarab 5 tagacha dori preparat ichadi. Eng qizig'i, koronagrafiya qilmasdan stent qo'ymasa ham o'sha 5 ta dorini ichadi. Men bu bilan nima demoqchiman? Koronagrafiya qilib stent qo'yilishdan maqsad bitta, boya aytganimdek, infarktni oldini olish. Ya'ni inson infarkt bo'lmasligi uchun qilish kerak bu narsani. Infarkt olgandan keyin endi u qanday desam ekan, o'zi o'sha joy nekrozga uchradi, nekrozga uchragan to'qima o'ldi. Oddiy qilib aytsam, yurak to'qimasi o'ldi. U hech qachon qayta tiklanmaydi. U nima qilishingizdan, qanaqa qilishingizdan qat'iy nazar o'sha yerda chandiq hosil bo'ladi va chandiq orqaga qaytmaydi. Endi men bemorlarga shuni tushuntirib beraman. Deylik, masalan, agarod deyman. Hamma uyda agarodi bor. Endi ko'pchilikda agarodga deylik biron joyga bir pomidormi, kartoshkami ekkansiz. Shuni masalan juya deymiz-ku, endi ariq, suv bora. Bitta suv yopilib qoldidan bittasidan suv bormayapti. Nima bo'ladi deyman? O'sha hududdagi ekilgan ekin deylik, masalan, nima bo'lishidan qat'iy o'ladi. Keyin aytaman, 3 oydan keyin, 6 oydan keyin siz kelyapsiz, shu ariqda ochib suv qo'ysangiz nima bo'ladi deyman. Chiqmaydi. Bu yerda ham shunday deb qarasak bo'ladi, ya'ni o'sha hamma narsani vaqtida bo'lgani yaxshi. Vaqtidan keyin giperdiagnostika qilib deylik, misol uchun har xil anolar bilan to'q bo'lmaydi. O'zgarish bo'lmaydi. Tushunarli. Umuman oladi. Tushunarli. Oddiy qilib aytganda shuni aytmoqchiman, aslida infarktni ham, insultni ham oldini olsa bo'ladi ko'pchilik holatda. Faqat vaqtida, ayniqsa 40 yoshdan keyin skrining tekshiruvlar, ya'ni lipidli profil, qonda yog' miqdorini ko'rish kerak, EKG tekshiruvdan o'tish kerak, ortiqcha vazn bo'lsa, ortiqcha vazn yo'qotish kerak. Bu hamma uchun foydali o'zi aslida. Sport bilan shug'ullanish kerak. Agar shunaqa narsalar bo'lsa va nasliy moyillik bo'lmasa, chunki ba'zi holatlarda shunaqa bemorlarda nasliy moyillik kuchli bo'lsa ham shuni olib kelishi mumkin. Infarktni, insultni o'zi aslida oldini olsa bo'ladi. Demak, yana bir narsani aytish esdan chiqibdi. Hamkasbim ham, men ham biza praktikuющий vrach, ya'ni praktikuющий vrach deganda biz bemorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri har kuni ishlaymiz, konsultatsiya olib boramiz, qo'ldan kelgancha yordam. O'zi qo'ldan kelgancha deyish ham noto'g'ri. Standart bo'yicha to'g'ri davolaymiz desak to'g'ri bo'ladi. Agar sizda ham shunaqa bemor tanishlaringiz yoki o'zingizni yurak qon tomir tizimi bilan bog'liq muammolaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Agarda sizda lor kasalliklari bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol, demak, biz mana shu videoni описаниесida telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Qo'ldan kelguncha baholi qudrat sizga yordam berishga harakat qilamiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimizni deymizmi, loyihamizni ko'rganlardan rahmat aytmoqchi edik birinchi o'rinda. Qanday ma'noda? Demak, siz kulminatsiyani oxirigacha yetib keldingiz. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz. Agar sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa va podkastimiz yoqqan bo'lsa, albatta obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying, do'stlaringizga yuboring va kommentariya yozishni ham esdan chiqmang. Agar bundan keyin o'zi aslida qaysi formatda va qaysi deylik kasalliklar haqida gaplashishimizni xohlardingiz. Albatta kommentariya qoldiring. Iloji boricha har bitta kommentariyaga javob berishga harakat qilamiz va bundan keyingi o'ylaymizki podkastlarimiz bundan da yanada qiziqroq va foydaliroq bo'ladi.